Etmoqchi bo'lgan gaplarim vastimda turibdi-da. Mamnaqa edi, salla mamnaqa qildilaring. Digim kelyapti. Radno sinisi bilan tutib olgan deyshadi. Qo'rqimchilik-da. Voy dod, mana o'sha joy. Hamcha dugonachilik deb o'ylayman. Chechenkani man andi shu xursand bo'lib kelmaydi. Men buni o'zim juda ham yaxshi bilaman. O'zimga o'zim eng yaxshi dugonaligimni bildim. Hozir oyim ko'p jahllar chiqishi mumkin. Sen nima men yerga yurasan har doim. Iloji bo'lsa bo'yanmaylar. Tilla sovg'a qilganlar. $40,000 atrofida ketdi. Men bloger bo'lishni aytman bu. Biz ham kamsitamiz-da, o'shaning uchun bizani ham kamsitishadi. Aka, men bor uzr, hammani boshini deb men sizni ko'rmay qoldim. Hurmati, balki jim turish kerak. Hozir desangiz, hozir Instagramga kirib yopib qo'yaman. Barchaga assalomu alaykum. Mehmonda YouTube kanalida eksklyuziv Chechenkani yangi uyiga mehmonga keldik. YouTuberdan xarid qilibdilar va biz bugun uni obzorini qilamiz. Undan tashqari Chechenkadan shuncha omadni sirlarini bilib olamiz. Blogerlik sohasida ham ko'p pul topish uchun nimalar qilish kerak? Shunga o'xshash juda ko'p savollarni tayyorlab kelganman. Bugun qaynoq suhbatlar va qaynoq savollar ham bo'ladi. Chechenka haqida yanada ko'proq barcha haqiqatlarni bilib olamiz. O'rtoqlar, Chechenka yaqinda Dubayda ham uy xarid qildilar. Men o'zim hayron qoldim va juda ham xursand bo'ldim. Havas qildim, lekin u uylar hali adashmasam tayyor emas. Tayyor bo'lgandan keyin o'tgan boramiz. Bu haqda ham bugun ulardan o'zlaridan shaxsan so'rab olamiz. Qani ketdik. Hammamiz ko'rib havas qilamiz va yuqti qilamiz o'rtoqlar. Lekin bitta masala, quruq qo'l bilan kira olmayman. O'shaning uchun hozir narsa olishim kerak. Borsam vaqt ko'p ketib qoladi. Yandex Lavkadan zakaz qilaman. Zakaz qilamiz Yandex Lavkadan. Choy, kofe, shokolad va mazaga birga ichamiz. Bo'ldi. Tak. Bo'ldi, rahmat sizga. Keldim. Shokolad, kofe, choy hammasi joyida. Aytgancha, agar siz birinchi xaridingizda 70 ming so'm ekonom qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni pulingizni tejimoqchi bo'lsangiz, unda mehmonda 70 promo kodini kiriting va kamida 140 ming so'mdan ortiqroq summaga xarid qiling. Har doimdagi kofe, shokolad va choy har doimdagi. O'zimiz bilan oldik. Assalomu alaykum, xush keldik. Mana shu ko'rsatmasligimiz kerak, blur qilib qo'yamiz, xo'p? Bu sizga ozginaga. Bitta nashichi mo'ralasak. Faqat Indira Painter uchun hali pardalarimiz, men xuddi shunaqa shokolad oldim. Tayyormiz. Bilgandek olib kelib qo'yaman. Xuddi shunaqa, vau, chiroyliligini. Bu ofis, bu uy emas. Uy emas, ofis. Ofis, o'sha reklamalar, o'zimning vaynlarim endi bu yoqda olinadi. Zo'r. Uyda bolalarni bezatib qo'ydim. Ammo atir-patirlaringizni ko'rsatmoqchi edim. Atirim ikkita bor, yangi keldi. Как раз ko'rdik olib keldim. Chunki storieslarda qo'yasiz-ku. Qarang, men ishlatmayotgan narsangizni o'zi yo'qda. Masalan, nechta atringiz bor o'shani men ko'rib chiqmoqchi edim. 10 ta, 15 ta. Rasmga olib tashlaveramiz. Kiriga borib yuziga tashlaveramiz. Demak, buni как ofis sifatida olib qo'ydingiz. Syomkaga ishlatish uchun. O'zi kvartirani qo'ymoqchi edik maqsadimiz. Vau. Lekin ko'zim qiymadi. Oldi o'zim to'yib olay dedim-da, yana bityapti uylar, balki u yoqqa ko'chib ketgandan keyin bu yerga odam qo'yamiz. Remontni qildinglar o'zinglar? Korobkada erim qildilar. Aynan mana shu Skriti. Aynan shunaqa. Skriti eshik. Hamma shunaqa qilayotgan ekan o'zi. Skriti eshik. Buni biz prorab oldik endi. O'zi bu uyga kadastri chiqib, kalt topshirayotganda eshikning tagida prorab ustalar hamma kelib olar ekan. Keyin biz bitta uyni qilamiz, uylarni qilamiz deganiga ishonib berdik. Oldindan pullarni erim bitta keluvdilar. Mana men bilan umuman boshqacha hisoblangan edi. Tuftalari ham bor-da bu narsani. 2 millionimda yopishtirib qo'yishadi-yu. Erim hamma narsani buzdirib turib, o'zlari prorabga hisob kitob qilib, menimcha mendan qarzsan dedi. Даже rakvinalarimizni olib boshqa obyektlarga qo'yib yuborganda. Uyimda Vianidan qimmatlarini oldim. Qo'yib yuborimman adashib dedi. O'shanga polni buzib, o'zlari mana MDF haqiqiysidan olib kelib, zo'r narsalar bilan 1,5 yil deganda bitta emas shu. 1,5 yilda bitta. Вообще, nimaga unaqa uzoq? Chunki prorabimiz boshdagi rosa cho'zdi. Ana mana ustiga pul yetkiza olmagan mebelchiga qilib urishsa, pul bermadi hali deyapti, tushunasizmi? Men targetlayam, men bitga chok kelganda men bunaqa bo'lib yotdi. Erim polni bularni ham buzdirib boshqatdan qilib. Demak, eng muhimi remont paytida ishonchli odamlardan qildirish. Ustida turib kontrol qilish. Dizaynerlar yo'qmi-da? Dizayner chizib bergan.
chizib bergan. Ha. Lekin oxirgi ish turib bermagan. Ya'ni boshqacha yo'q, gaplashgansizlar. chizadigan dizayner boshqa, usta boshqa-ku, prorab boshqa-ku. Ha. Hozir dizayner biz ishlatayotganimiz ham chizib, ham oxirigacha turib berish. Chunki nimadirda masalan yetmaydi-ku, o'zi javob berish noto'g'ri kerak. chiqadi santimetrlari. Sizda ham shunaqa bo'ldimi? Ko'p bo'ldi. Endi biz bitta dushda uy remont qilganimiz sababli erimga uchalasiga ulgurmaysiz, qatsa bittasini kimdir qilsin deb aytuvdim-da. Baribir o'zlarining bo'ynlariga qolib ketdi. O'zlari hammasi O'zlari qildilar. qildilar. Lekin sabr edingizga chunki oson emas ekan. Men ham aynan shuni orzu qilyotgandim-da. Narigi uyingizda unaqa emas-ku, to'g'rimi? Yo'q. Menga shunaqa yoqadi. Minimalizm deyilar ekan. Ha. High-tech emas, minimalizm oddiy. Bitta mana Zo'r. shu kartinka kerak. Men bitga pisminni kelish kerak, usti tosh bo'lganligi u qolib ketdi. Mana ustida toshi bo'lish kerak. Pardam hali bo'lmagan. O'tga kirsak bo'ladimi? Ko'rsa bo'ladi. Shuni obzorcha qilib olsak. Xo'p, bu domda o'zi ko'pi bir xona, ya'ni shuni o'zi. Ha, tushundim. Bir xona ham. Ha, biz mana shunaqa spalnisi bilan olganmiz. Yo'q, ko'pi shuni o'zimi? O'zi ham mitniki ham o'zi ofis qilinganda, oshxona yo'q, divan yo'q. Voy, mitti ham shu yerdan Ha, olgan. 16-etajdan olgan. Qoyili. Shkop, kiyimlarim yo'q. Voy, bizni mashina zolotistisini qo'ydiryapmiz. Oynasini. Ha. Men tushunishim bo'yicha hozir hamma shunaqa bir xil narsa qo'yadi. Lekin o'zim yashaydigan uyga bunaqa qilmayman. Sababi Sababi shunda ko'rinib turar ekan, bekitishga joy yo'q. Narsalarni tiqib bekitib qo'yasiz-ku. Agar kir bo'lsa bittada bilinadi. Shunaqa. Lekin zo'r qilsalar, tako kravati bilan. Ha, hali tumbalari tayyor emas. Xullas, $1,500 отказ berdingiz ya'ni. bir oyga отказ berdim men, 1,5 mingga. Bu ajalkada shuncha. Endi kim keladi, kim ketadi. Tushunmasizmi? Da, to'g'ri lekin O'shancha. zo'r ekan, qoyil va pishimanga yoqdi. Lekin Estee Lauder sizda ko'p ko'rdim-da. Yaxshi anaqa brend. Mashina 2020-yil olganman. Reklamaga barterga oldim o'shanda Bor, esimda. rostdan. Ha, 2020-yil. Haligacha ishlatyapsiz zo'r. Haligacha ishlataman mana. Qizlar rosa yaxshi ko'radi shunaqa kontentni. Uxti, bu Bu anaqasi. korrektor, rosa barakali и necha marta tushib ketsa ham mana shu brend sinmas ekan. Qo'polman-ku Estee Lauder. Lekin u qimmat brend-ku. Demak sizga anaqa o'sha paytda o'zida qimmat reklamalar chiqqan degani. Ha, ko'p narsa olganimda orasida shu ham bor edi. Bu nima firma? Bu ham Estee Lauder. Bu bu Essenlar. Yeselara. Bu bitta emasmi ikkalasi? Yo'q, qishloq bu ko'rdi. Hamma brend foydalanadilar, lekin bittada bo'ladi. Bu Essenlar ish qilib original-ku, to'g'rimi? Ha, originali. Bu Dior. Bu Dior mana, Dior foydalanadi. Uxti, chechenka krutaya. Mana shundan oldim. Bu baza. Bobbi Brown'niki. Borganda o'pshi makiyaj qilganda oluvdim orasida. Tugadi u. Keyin yana bitta kerak deb so'rasam $60 ekan narxi buni. $60. Ha, $60 ekanda, lekin yoqdi, zo'r tushadi yuzingizga. Keyin ikkita zakaz qilib yubordim. Mana shu 60, где-то mana bu $100 bo'lsa kerak. Yo'q, 70. $70. Bu menimcha Bu ham 70 lar atrofida. 140, 200. Bu ham shu где-то $500 bo'yanish-da bu. Ha, bu Lekin qanchaga yetadi? Mana erkaklar, o'g'il bola ko'rayotgan bo'lsa, $500 ga yaxshi kачественный kosmetika menimcha 4 oyga yetadi. Yo'q, men buni olganimga qarang. 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Mana karantindami 2021 Lekin olganman. tonalkali 3 oyga yetadi. Ha, tonalka kamga yetadi. Men endi ko'p so'raman tonalka. Ishonasizmi, olgan tonalkalarimcha qorayib qo'yotdi. Yuzimni qora bo'lib qo'yotdi. Sharmilshexga borib zagar olib keldim. Oqdi yuzimga deb. Ko'rindimi sizlarda Sarazi bilindi. U yaxshi tonalka tushmasa. Lekin mana hurmatli erkaklar, unchalik qimmat emas. Ya'ni uni agar oyma-oy bo'ladigan bo'lsa, arzonroq chiqadi. Shunaqa. Lekin yaxshisidan turmush o'rtog'ingizga, ayolingizga yaxshisidan berishga harakat qilinglar. Sababi baribir ta'sir qilar ekanda. Yuzga zarar kamroq. Keyin mana sizda естественно turibdi-ku hozir. Mana qimmatroqsi естественно turar ekan, tabiiy turar ekan. Nimaga chaplanib olding deydi-ku bir xil. U chaplangan bo'lmaydi, bir xil arzon kosmetika chaplanganga o'xshab qoladi deb o'ylayman. Cho'ti bugun kosmetika reklamangiz bor. Yo'q, kosmetika. Iloji bo'lsa bo'yanmaylar. Qatga dam olgani borib keldinglar. Sharmilshexga oilaviy. Sharmilshexga. Kim bordinglar? 21 ta odam bordik. 21 ta odam. Qaynanam, erim, xolalari, adam, oyim. Tasir Qosimov Hasan 21 ta odam. Voy, men orzuyim. Voy dod! Mana o'sha joy, voy dod! Voy dod! Hamma narsa esdan chiqdimi? Chiqdi. Qiyinchiliklar. Balalikdan qo'rqmaysiz? Yo'q, bunaqa balalik bo'lsa roziman dedi. Voy dod! Hamma aytadi, Nestvondan hamma joy. Zato menga Nestvon ko'rinadi deyman. Toshkent City'ga qaragan tarafi $3300 dan edi. Kvadrat metri. Ha, orqa tomon mahallaga qaragan 2200 edi. Xo'jayinimlarga aytdim.
Toshkent Cities nima qilibdi? Dubay mol emas, Burj Xalifa emas, orqadan o'raylik deganman-da. Yaxshi ham shu yerdan oldirgan ekanman deb hozir har qaragandim, maza qilaman. Farqi katta-da, qarang, Juda baribir. katta, ha. Narxda farq $1000 farq qilgan, to'g'rimi? Kvadrat metriga. Lekin mana hozir bitta qanchalik xuddi o'sha $1000 ga arzib turibdi-da, baribir. Shunaqa. Tushunishim bo'yicha bu yerda hamma uylar kichkinami shunda? Kichkina, ha. Nima sababdan ular hammasi arendagami? Bu gostivoy qilib qurilgan-da, bu dom. Gostinitsa sifatida qurilgan, чтобы odamlar olib, puli ham yetsa, investitsiya ham qilsin. Masalan, 3300 dan siz 200 kvadrat olmaysiz-ku, to'g'rimi? 660 mingga biz remont. O'shaning uchun ko'pchilik olsin deb turib, shunaqa qurishgan. Lekin 1,5 yil remont bu juda uzoq remont, bular. Shunaqa. Puli bor odam uchun juda ham uzoq remont qilibsizlar, puli bor odam uchun. Endi erim mana shunaqa ipidagisigacha idealniy bo'lishi kerak-da. O'shanga harakat qilib, ani uylarimni bo'li tezroq bityapti. Hali u yerda ham intervyular olamiz. Shunaqa chiroyli, qarang, mana hammasi butun Toshkent ko'rinib turgandek-da, qarang. 21 kishi kim bor deylar shunaqa qilib. Oilaviy qaynona, qaynota, siz ham oyingizlar. Ha, erim xolalari, oyim odamlar, nyankalarim, farzandlarim. Prям butun oila boribdi-da, Butun oila bor degan. mana nima farq qildi? İşte oldin o'rtoqlaringiz bilan yoki er-xotin o'zingizlar chiqardinglar, bu safar oilaviy chiqdinglar. Qanaqa hissiyot, qanaqa farqi bo'ldi? Balki qiyinchilik bo'ldi. Qiyinchilik bo'lmadi, chunki nyankalarimni ham olib ketdik. Hissiyot qanaqa? O'rtacha farzandlaringizni maza qilayotganini ko'rib, ota-onangizni maza qilayotganini ko'rib, o'zingiz maza qilasizda. Bu safar unaqa qiynalmadim, chunki Sharm-el-Shayxga birinchi marta bordim. Shu zakryetiy zona ekan, ichidan chiqmasdan dam olasiz. Yeb ichar hammasi ichida dengiz. Maza qildim mana. Haqiqiy dam olish shu bo'ldi. Chunki har doim dam olishdan kelganimda erim qayergadir desa, yo'q, qo'ying, o'zi yaqinda keldik dedi. Bu safar qayerga borsam ekan, Moskvagami, qayerga borsam ekan, mana shunaqa bo'lib qoldim. Oyijoningiz ham bordilar, to'g'rimi? Bordilar. Mana shu dam olishda aytadi, odamni qanaqaligini yanada bilasan. Sizlar уже shuncha yil birgasizlar, qanaqadir yangiliklar bo'ldimi oyijon bilan yoki nabrot yaqinroq bo'lib qoldinglarmi? Yo'q, o'shalar. O'sha. Ha, men siz obedga chiqib ketibsanlar, bir og'iz yurdinglarmi yo, sal qaynonaliligini qildilar, lekin hammasi joyida, tinch borib, tinch qaytib keldik. O'zingizchi harakat qilmadingizmi? Bu yerda bolalaringiz, bu yerda oyijon, men o'ylayman kelin sifatida hammani ko'ngli olish kerak baribir kelin. Qiyinda, hammani ko'nglini olish kerak. Bu yerda er. Yo'q, hamma o'zi bilan o'zi bo'ldi. O'zi bilan o'zi bo'ldi. Hamma o'zicha dam oldi. Kimdir basseynda cho'milsa, kimdir dengizda cho'miladi. Lekin hamma davolli maza qildi mana. Kimdir nimadir kutmadi birovdan. Bo'ldi, keldim, hamma yosh katta. Muhimi kelgandan keyin gap so'z bo'lmadi. Gap so'z yo'q, hech narsa bo'lmadi. Xavfli gap so'zlar bo'lmadi. Bo'ldi, erim tomoni. Boshqa billa chiqmayman. Yo, bu yoq taraf olib ketaman, yo bu yoq taraf. Yo, o'zligini jo'natib yuboraman dedilar. Chunki erim ko'proq qiynaldilar, kimni ko'niga qarasam ekan deb. Men ko'proq uxladim, cho'mildim, haqiqiy dam oldim bu safar. Adangizlarchi, ular qanaqa mana? Ular nechinchi marta o'zi chiqishlari? Ikkinchi marta. Birinchi Dubayga bordim. Lekin baribir как futbol ko'proq. Shunaqa. Masalan, ularning ko'zlarida boshqa qanaqadir hissiyot bo'ldimi sizda? Bo'ldi. Odamlar o'zi chetga chiqish yoqtirmasdilar. Men bu narsani bilaman. Nima desam bo'ladi? Og'ir, bosu spokойный odamda. Qo'y nima qilasan, uni puliga yo'naq qilamiz deydigan odam. Xotin yaxshi ekan, o'zimizdan отдельно kelsak bo'lar ekan debdilar oyimga. Endi niyat qildim, 1 yilda 2 yo 3 marta oyijongilarni qatgadir, odam bilan onamlarni qatgadir o'zim bormasam ham, vaqtim bo'lmasa ham обязательно dam olishga chiqazaman-da o'zligisini. O'zingizni yoningizdan xarajat qilib. Albatta, ha. Hammaga shunaqa kelinlar nasib qilsin. O'rtoqlar, o'tirib oldik bemalol suhbat qilish uchun. Sharm-el-Shayxga gaplashib oldik. Gulixos shov-shuv bo'lib ketdi. Yig'lab chiqdingiz internetga. Dubayda uy oldim. Hissiyotlar va qachon bitadi? Chunki menimcha hamma hayron qoldi. Haqiqatmi bu? Qanchalik haqiqat debdi. Qanaqa qilib oldingiz o'sha? Ho'ja aytdilar, aldadim deb aytib hammaga dedilar. Reklama edi degan dedilar, bu reklama edi, uyolmadim. Lekin hali bitmagan-a u? Yo'q, 2027-yil bitadi. Xudo xolasa, lekin bizdan farq qilar ekan, remont mebellari bilan qilib berishadi, aytayotgandim. Qatdan usta topib boraman Dubayga dedim. Yo'q, tayyor qilib berishar ekan. Parti haqida so'ramoqchidim. Parti qildingiz, Chechenkistelida, takoy hamma narsa pushtirang. Sir bo'lmasa necha pul ketdi? Organizatsiya, artistlargacha, hammasigacha. Почти $40,000 ketdi. Shunaqa parti qilish $40,000. Ha, aytyapman erimlarga.
Adasi agar shunaqa to'y qilsak yokida bir o'sha sunnat to'y shuncha pulimiz ketarmiz ham ha dedilar. Endi hatto pulini sotib bilet sotib chiqazib olasiz-ku, $40,000 atrofida ketdi. Auditoriya xursand. Auditoriya xursand har doimgidek. Yana so'rashyapti, xudo xohlasa aytib o'tib keting. Maylimi, reklama ko'rsatsa. Zo'r. 21-dekabrda Yakkasaroy bron qildirib qo'yganman, chunki 21-dekabr ham yakshanbaga to'g'ri kelar ekan. Ham o'zimni tug'ilgan kunim, o'shani parti qilib auditoriyam bilan o'tkazmoqchiman. Yana hammani yig'asiz. Bildingizmi, o'zi internetda shov-shuv bo'lib juda ham aylanib ketdi. Albatta, qarang, Indira parti qilishdan maqsad pul ishlash yoki boshqa emas. O'zi qayerdan bu narsa chiqib keldi? Tug'ilgan kunimni Yakkasaroyda qildim. O'tgan yili. Undan keyin hamma aytdi, bilet soting, boraylik dedi. Va qanaqa tug'ilgan kunga bilet sotadimi degan narsa bo'ldi. Keyin turmush o'rtog'im parti qilsaychi degan taklif berdilar. 22-yanvarda qilib yubordik. 14 kun ichida bo'lib ketgan narsa. Keyin yana talabli bo'lgani uchun bu yil yozda qildim. Onam tug'ilgan kunlariga to'g'rilab. Zo'r chiqdi. Endi o'zimni tug'ilgan kunimga 21-dekabrga birato'la o'tkazib yubormoqchiman. Xo'p, lekin qachon mana bunaqa narsa internetda ham bor. Kimdir boshlagani bu partiyani O'zbekistonda? Yo'q, bunaqa narsa yo'qmi? Hamma boshlagan, hamma baravar qilganmikan? O'zi bizda shunaqa anundan ko'chiribdi, mana bundan ko'chiribdi degan gaplar bor. Hammani o'zini partiyasi o'zicha, o'zigacha, lekin Yakkasaroyda o'sha to'yxonada menimcha tug'ilgan kun qilgan birinchi men bo'lsam kerak deb o'ylayman. Endi ko'pchilik kuzatmayman. Partiyani ham shunaqa katta qilib, 400 kishilik qilib, bu partiyalar ko'p, premiumi kamda. Masalan, ko'p partiyalarda bitta, ikkita artist keladi, oddiyroq to'yxonalarda bo'ladi. Lekin oldin mana xalq bilan tug'ilgan kun qilmasdingiz-da, o'rtoqlaringiz bilan, gazeta 30 ta 40 ta odam bilan qilardingiz. O'shanda birinchi marta men ham borganimda ko'rdim, juda ko'p odam edi, ham oilangiz o'tiruvdi, ham hamma. Nimaga u narsadan voz kechib, tug'ilgan kunlaringizni xalq bilan qiladigan bo'ldingiz? Pul qolmasa masalan. Tug'ilgan kunimni qarang, bu birinchidan 21-dekabr. Men tug'ilgan kunim korporativga to'g'ri keladi har doim. Bilasizmi, 20 dan 30 gacha. Men hozir 21 tug'ilgan kunimni baribir tanishim 100 tadan kam emas-da. Qayerdadir qilib turib, yana partiyaga ikkita energiyani sarflay olmayman. Sababi o'sha artist chaqir, 2 martalab chaqir, bundoq qaraganda двойной расход bo'ladi. Hozirgi kunda men internetga kiraman, hamma tug'ilgan kunlar katta qilyapti-da. Men qarshi emasman, men xursandman. Lekin qanchalik tug'ilgan kunlar samimiy va qanchalik sizga bunaqa tug'ilgan kunlar yaqin. Mana 40 ta 50 talab odamlar keldi. Shunaqa yoqadimi? Ili qanaqadir soxtalik his qilinmasmi ekan yoki o'zingiz yolg'iz his qilmaysizmi? O'zi aslini olganda o'tda ko'pchilik ham tug'ilgan kuning keldim, Chechenkani deb ana shu xursand bo'lib kelmaydi. Men buni o'zim juda ham yaxshi bilaman. Nima qilar ekan deb ham keladi. Chunki ko'p e'tibor berganman, ko'pchilikning tug'ilgan kuniga borganimda bo'sh qoladi joylar. Amanda joy yetmay qoladi. Aytilgan hamma odamlarim keladi. Endi hammasi shunaqa demoqchi emasman. Chetdan baribir o'zim ota-onam uyimdagilar hamma qanaqa qaryapti, nima, kim xursand, kim xafa kuzatib o'tirishadi-da. Singillarim deylik, o'zimni sinfdoshlarim, o'rtoqlarim aytadi. Mamnun mamnaq qildi deb gapirishadi. Lekin men hech kimdan xafa bo'lmayman. Baribir ayol kishimiz. Endi ko'p qilganimiz sababi kimdir aktiv uchun keladi. Chunki men ham borganimda, storiesga qo'yganimda vashshe otvordi anaqa prosmotr. Kirib ko'radi, kelganlar qanaqa bo'ldi deb. Ko'rdi hamma, voy. Ya'ni sizni partiyangizga borganimni hamma ko'rdi-da. Men hayron qoldim. Ko'p odam aytishimdan maqsad hammanikiga boraman. Kim meni tug'ilgan kuniga aytsa, vaqtim bo'lsa boraman. Masalan, 100 tadan ikkitasiga bormasligim mumkin. Qolgan hammasiga boraman. Mana bilan chaqirishim kerak. Chunki men borib qo'yganman. Yeb ichganman unda dasturxonida, kimdir aytib, kimdir aytmasam xafa bo'ladi. O'shaning uchun o'sha ko'p borganim uchun men ham ko'p mehmon chaqirishim kerak. Menga ham xohlayman, erim bilan qayerdadir o'tirib просто tug'ilgan kun qilishni. Dushevniy. Bo'lgan o'tgan yili Dubayda dushevniy bo'ldi. Dubayda mazza qilib nishonladik 4 kishi. Lekin kelganimdan keyin hali unisi podarka olib kelyapti uyimga. Hali ko'rishganda kimdir podarka beryapti. To'xta, hozir hamma podarka beradi, lekin men qilmadim tug'ilgan kun degan narsa bo'lib. Xijolat bo'ldingiz. Xijolat bo'lib, qilib berdingiz yana. 22-chislo bo'lsa ham, boshqa chisloda ham qilib yubordim. Chunki masalan, o'zingizni yoshligingizdagi tug'ilgan kunlar qanaqa o'tgan? Oila davrasidami yo xuddi shunaqa ko'p odam bo'ladi? Yo'q. 2022-yil meni katta tug'ilgan kunim bo'lgan. Sizdan birinchi kelganingizda anaqa nima olib keldingiz menga? Eslolmayman. Voy, yomon bo'lganda. Siz kelgansiz, chaqirganman dilingizlar bilan. Men sizga anaqa siz magazindan sotib oladigan magazinni topganman, xabaringizni ham bilmayman. Men magazinga kirganman-da, Chechenkani tug'ilgan kuniga to'g'rilsam, "O, zo'r keling, bizdan Chechenka narsa oladi" degan. Keyin aytganman, "Menga kumush bering" deganman. Ha, kumush bering deganman. Kumush olganda, lekin bu pozolotchniy kumush lekin degan. Men tushunmaganman. Farqi yo'q dedim. Men Chechenkaga yoqadimi dedim.
ha u bizani mijozimiz unga bu yoqadi degan. Все хорошо. Pulini ham so'ramaganman-da, oxiri уже o'ramagani qancha bo'lib berganman, chiqib ketganman. Xullas, obzor qilyapman podarkalarni, mamtillarni indirab olib keldilar. Endi tilla rangida-ku. Chunki usti pozolochenный. Men uni sinimga berganman-da. Bu tilla mana desam, maraz kumush ekan, qayerdan bilaman. O'zi ham aytdim, indirab birinchi marta ko'rishyapman. Menga tilla olib keldi dedim-da. O'sha mana birinchi katta tug'ilgan kunim bo'lgan. Manda keyin men ko'p tug'ilgan kunlarga borishni boshladim. Men o'yladim, tug'ilgan kun borganda chin dildan narsa tanlab borish kerak. Men o'sha magazindachi, mana undan oldin nechta magazinga kirganman tasavvur qiling. Men o'yladim, bu tug'ilgan kunda odamga qalban sovg'a qilish kerak. Keyin borib bitta narsani tushundim, sizlar faqat pul berar ekansizlar bir-biringlarga. Mana oxirgi tug'ilgan kunga bordim, $100 oldim, ketdim, bo'ldi, rason ekan. Shunaqa. Nimadir blogerlarga narsa berish qiyin bo'lmaydi. Hamma narsang bor. Nima beraman deydilar. Men keyin tushundim, nima sizlar hammanglar qiynalmaysizlar. Bir-biringlarga shunda $100 hamma xursand, kimdir ko'proq endi. Shunaqa. No, bilmayman, menga ko'proq to'g'ri hozir balki shunisi osondir, lekin qalban qilingan sovg'a boshqacha-da. Sizni hayotingizda bo'lganmi? Dushavniy sovg'a eslab qolganingiz? Menga qilinganmi? Endi sovg'alar ko'p bo'ladi-yu, yo bilmayman. Qalbimga olmaganmanmi nima bo'ladi? Yoshligingizdagi tug'ilgan kunni eslaysizmi? Oila davrasida o'tgan, xotirangizda qolib ketgan. Oila davrasida o'tgan bitta tug'ilgan kunimni eslayman, chunki meniki 21-dekabr, sinimniki 2-dekabr, kichkinaniki 18-yanvar. Hammamizniki bitta qilinib, yangi yilda o'tkazildi. Tushundingizmi? Tug'ilgan kuni katta bo'lmagan, ekonom bo'lgan. Chunki menga qilsalar sinimga qilsa men xafa bo'lamiz deb o'ylaganman-da. Mehmon chaqirishga uyimizda ham 2 xona bo'lardi, unaqa bizda zal bo'lmagan. Bitta detskiy, bitta spalniy oshxona bo'lganda. Hamma o'tdi. Hamma o'tdi, o'sha 5 ta odam, oyim, sinlarim yashaganmiz. Oshxonada ovqatlanardik, stolda. Shunaqa bo'lgan. Mehmon chaqiraylik desak, 2 etajli krovat, detskiyda o'tdi spalniy, qatga chaqiramiz derdik. O'shaning uchun unaqa katta tug'ilgan kunim bo'lmagan. Esimda oyim bir marta qo'shnim chiqib pirog qilib bergan, kartoshka bilan go'sht qo'shib. Voy, shunaqa sevaman. Tortda o'rniga kartoshkali pirog qilib berishgan. O'shda tug'ilgan kunim o'shanda esimda qolgan. Endi hozir oyim ko'p jahllar chiqishi mumkin. Sen nima yerga yurasan har doim deb. Lekin bekamni ko'z. Просто aldamaysiz, haqiqatda aytasiz. Bu narsada men qiynalganman emas. Men baxtli yashaganman. Shunaqasiga oldingilar ko'p shunaqa yashagan. Demak, har yili tortlar bo'lmaganmi, biring? To'g'ri qilingizda. Yo'q. Balki endi kichkinaligimda Chilonzor metroda tortlar sotardi, olib kelib qilishgan. Esimda yo'q. Aliviye tort bilan xotirlanmaydimi masalan? Umumiy demak, yangi men uchunda tug'ilgan kun bu o'sha ko'proq odam yig'ib turib o'tkazilsa, ya'ni iminiy anaqa qilib o'tkazilsa, u tug'ilgan kunda, u kun bir kun davomida o'sha как обычно o'tib ketsa, uni men balki eslab qolmagandirman. Unda mehribonlarim, sizlarga savol, sizlar tug'ilgan kuninglar, yoshliginglar qanaqa o'tgan, yozinglar, hammasini o'qiyman va obuna bo'lib qo'yinglar. Bu qiyin emas, shunda bosib qo'ysanglar bo'ldi. Biz xursand bo'lamiz, chunki biz 321 mingta bo'ldik, millionga qarab ketamiz YouTube kanalda. Sizlarni yaxshi ko'raman. 1 milliontada surpriz kutyapsizlar. Men 500 mingtaman. 5 o'z YouTube kanalda. Qoyillarga kim yurg'izadi? Kimdir admin bor, o'sha YouTube yurg'izadi. Mo'min, Bunyod, hamma blogerlarnikini yurg'izadi, ham bitta bola bor. Farzandlaringiz tug'ilgan kuni qanaqa o'tyapti? Farzandlarim tug'ilgan kuni bu yil Sharm-el-Shayxda bo'ldi. Ya'ni siz esda qoladigan darajada qilgingiz keladi. Yo'q, bu yil qilmadim. Oilaviy davrasida o'sha Sharm-el-Shayxda oddiy bo'lib o'tib ketdi. O'tgan yil katta qiluvdim. Qizimnikini qiluvdim. Baribir kichkina-ku. Turmush qurganinglardan keyin birinchi yil sovg'a kutasiz eringizlar. Nima sovg'a qilganlar? Qanaqadir esda qolganmi? Chunki masalan, meni erim romantik emaslar. Meni erim romantik emaslar. Yig'laganmisiz? Yo'q. Men o'zi bu hayotda ko'p narsaga o'zim erishib o'rganib qolganman. Kimdirdan men sovg'a yoki nimadir yordam kutmayman. 12 tunda ko'z yumib kutmaganmisiz, hozir kelib qolganlar? Yo'q, kutmaganman, lekin adashmasam tilla sovg'a qilganlar. Bir marta ham taqmaganman, sababi erim vkusi boshqa, meniki. Mana shu moda ekan deb sotishgan. Zo'ldirlikda endi uni taqolmayman-da. Ani kuni ko'ngil uchunchi? Yo'q, ko'ngil uchun ham taqolganman. Anunda Instagramda tillalarimni o'sha, ya'ni taqilmayotgan tillalarimni sotaman deb qo'yganimda oldirganlar rasmini. Hech qachon sotmaysan, men senga buni sovg'a qilganman, taqasan deganlar. Albatta. Turibdi u hali ham, mayli. Qizimni to'ydami, kelinimgami kimdirga sovg'a qilaman. Chunki tasavvur qiling, qanaqa tanlagan u inson, qanaqa yig'gan u narsaga.
albatta qadrli bo'ladi. To'g'ri. Как раз savol bermoqchi edim. Bugungi uyda Dubayda uyingiz bor, boshqa uy, shuncha uylar bor. Yoshligingizdagi uyingizni tasvirlab bering deb savolim bor edi. Boya o'zingiz Aytib berdingiz. bo'ldingiz. Ha, demak qanaqadir ichida armon bo'lganmi? Ko'p uylarim bo'ladi degan. To'g'risini aytaman, uyimdan juda ham uyalardim. Domda yashardik, birinchi qavatda. Yonimizda yotoqxona bor, pedinstda yotoqxonasi bor. Bu yoqda yo'lni yuzida общежит bor, ya'ni tualet, hammomi bitta bo'lar ekan, bir xonali. O'shanaqa borda. Bizani dom ham xuddi shunaqa usti g'ishlaydi. Hamma ko'rsa общежитda urardi-da. Sinfdoshlarim, maktabim yaqin bo'lgani. Bor, ana общежитga kelyapsan-da. Mana shunaqa derdim. Men tushuntirardim ularga. Uni telefon bo'lmagan, mana tualet alohida deb rasm yopib ko'rsatishga-da. Shunaqa qilarmidingiz? Tushuntirarmidingiz ularga? Yo'q, men bu общежитda tualeti bitta, oshxonasi bitta. Bizda har bitta uyda unaqa do'mmas urardim-da. Ustimdan kulishardi. Keyin kollejda o'qiganimda, keyin o'sha maktabni bitirganimdan keyin kimdir bilan kelsam uzoqda tushib qolib, aylanib ketgandan keyin uyimga kirib ketardim-da. O'shanda hali o'zimning xonam bo'ladi. Endi erga tegsam, anaqa uylar olaman deb niyatim bo'lmagan, chunki men bloger bo'lish niyatim ham bo'lmagan. O'z-o'zidan bo'lib ketgan. Lekin orzu qilardingiz. Orzu qilardim, o'zimning xonam bo'lsa, erga tekkanimgacha, katta uyimiz bo'lsa, mana bizda ham zal bo'lsa, mehmonlar kutsak deb orzu qilardik. O'shanda niyatim ketgan ekanda, deyman. Eslaysizmi shunaqa qattiq vaziyatni, когда sizni kamsitishdingiz, eslab qoldingiz? Har bitta qizda bo'lganini o'ylayman-da. Ko'p bo'lganman-da unaqa. Prям shu darajada odamlar jahldor, zloy, uy borasida ham aytishgan, kamsitishgan bemalol. Sovchi masalasida-chi, masalan, uyalardingiz agar shu uyga kelsa deb? Uyalardik. Juda ko'p qizlarda shu muammo ekan-da, darvozalar qoldirishadimi? Shunaqa. Kelganmi shunaqa, shu uyingizga kelgan, sizni qanaqadir uyaltirib qo'yishganmi? Yo'q, уже qarang, hozir 2 xona uydaman. Bu 12 yoshimgachamda yashaganmiz. Yonimizda yon qo'shnimiz 3 xona uy bo'lardi. Sotaman degan adam Rossiyaga ishlab kelganlardan keyin uni sotib olganmiz. Уже podyezni yopib turib, bizda uzun podyez bo'lgan. Yopib turib, o'rtadan eshik ochib turib, katta uy qilganmiz. Уже 5 xona, 6 xonali uyimiz bo'lgan, zal ham bo'lgan, boshqa ham sovchilarni o'sha kutganmiz. O'sha o'tga kelishni boshlashgan. Ya'ni sizda u darajada muammo bo'lmadi. Keyin уже balog'at yoshiga yetganimizda uyimizni kengagan yon qo'shnimizdan keyin sotib olganmiz. O'zi nimaga deb o'ylaysiz? Nimaga bizda shuncha uyalish bor? Ham anaqadan, yo'qchilikdan yoki kamchilikdan? Endi qarang, kim uyaladi, o'zi gapirgan odamini, voy men buni ahvolini kiyib olgandim. Kamsitilishdan qo'rqamizmi? Biz ham kamsitamiz-da, o'shaning uchun bizani ham kamsitishadi deb o'ylasa kerak. Mana uy masalasida bo'lsa-da, kirsangiz, voy uyim ham bunaqa ekan-a desiz, o'zingizda ham shu fikr bo'ladi. Hozir kelgan odam uyimni gapirsa-chi degan. Niyati to'g'ri odam menimcha hech nimadan anaqa uyalib qo'rqmaydi. Lekin hozirgi kunda oldinga nisbatan chegara qo'yishni bilyapmiz va siz erga tekkaningizda aytdingizki, turmush o'rtog'ingiz sizga aytgan, "Sen chestniysan, qanaqadir boshqacha xaraktering, o'shaning uchun yaxshi ko'rib qolganman." Ya'ni u bilan tabiiysizda, o'zingiz yasamagansiz. Shunaqa. Hozirgi kunda mana qattiq fojia yuz berdi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, ozgina fikr yuritsak, men g'alati bo'lib ketdim. Menimcha butun O'zbekiston juda ham g'alati bo'lib ketdi voqeadan. 8-etajdan farzandlarini tashlab, o'zi ham o'zini joniga qasd qilgan ayol haqida. To'g'risi aytsam, qaniydi qutqarsaydi. Siz ko'rdingizmi shunga? Ko'rdim. Masalan, nimani o'tqazdingiz? Siz ham borgingiz keldim, qanaqa yordam beringiz keldimi? Men borsam erini bo'g'ib o'ldirib qo'yardim. Erkak sababda baribir. U hali oydinlik kiritilmadi. Ko'pchilik aytadi, narigi podyezda o'zini родной singlisi bilan tutib olgan deyshadi. Chunki uyi bo'tdi, u sakragan podyez bu yoqdan bo'lganda, tushunasizmi? O'ziniki emas, bolalarini to'rdan otib, o'zini 8dan tashlagan. O'shanda bitta erkak kishi ilvobdi katta bolasini, ko'rdingizmi? Yo'q. Bola tushgan oldiga, bundoq qaraganigacha kattasi tushayotgan bo'lganda ilvogan. Ilvoganda qo'liga zarba bo'lib, orasidan tushgani uchun hech qattiq sinmagan u bola. Lekin vafot etdi deyapti u. Kattasinimi? Kichkinasini bo'lsa kerak, 1 yoshli bilan 2-3 yoshli bolasi. Yangiliklarda shunchaki vaziyat bo'ldi deb hali unaqa oydinlik kiritilmadi. Lekin o'ylaymanki, qaniydi shu ayollarimiz azob chekmasa-da. Endi mana o'ldi ketdi-da, mana kimga zarar? O'ziga, farzandlariga. U erkak kishini deb rashk qilib, ayollar o'zini nimadir qilishi bu prosta qo'rqinchlik-da. O'zi rashk qilish shu darajada qarang qanchalik bo'lyapti. O'zingiz ham shunaqa hissiyot his qilganmisiz? Mana rashkingizdan
что dunyo qorong'i, xayr bevafo, o'zingizdan bo'lganmi shunaqa hissiyot? Yo'q, men hech qachon erimni rashk qilmaganman. Chunki rashk qilishimga anaqa ham yaratib bermaganlar-da. Povod Sabab berganlar. yo'q. Telefonlarni kodi yo'q, menda yo'q. Har doim yonimdalar, misol uchun kechqurun qayerdasiz deya olaman, kiryapsizmi? Rashk qiladigan bir asos sabab yo не то telefon razgovor unaqa narsalar yo'q. O'zingizni uyingizdagi ota-onangizni oladigan bo'lsangiz, onangiz qachondir rashk qilarmidilar? Adam yuradi, qidirib topib keling. Rost. Adam endi o'ris sifatli anaqa restoran, kafelarda yonda ayollar o'tirgan bo'lsa, o'rislar oyim chota deb o'rischalar urishib, adam bilan urishib, onangni falon qilib, tush oldimga deb adam olib kelardilar. Kurash. Er uchun kurash. Urush janjal, lekin baribir yarashib mana shunaqa oyim ham jaydari bo'lganlarda poylab yurardilar. Adam shu darajada yaxshi ko'rganlarki, adam o'zi chiroyli kishi, hozir ham yoshlikda va chiroyli bo'lganlar. Er bermoq, jon bermoq. Qo'limdan ushlab olib, yurchi, adang ko'raylik, kim bilan o'tiribdi ekan? O'zimi yo bu kim bormi orildi dedi. Mana shunaqa qarab Jertso bo'lmasdan, kuchli ayol sifatida. sochini Menimcha buni sababi onangizga qo'l ko'tarmagan, qo'rqmasdan borganlar-da. Agar ko'p qo'l ko'tarilsa, menimcha ayol kishi qo'rqsa kerak. Borishga ham, gapirishga ham. Chunki men ko'p kuzatadigan holatlarim ayol kishiga rashk qilishga ham, mana qarang, haqiqatan er xiyonat qilyapti, ayol kishi rashk qilyapti, o'sha payt o'chir ovozingni deyilyapti-da. Hattoki gapirishga bermayapti. Urib o'ldirib qo'yilyapti-da. Bilmadim, qanaqa vaziyat, men masalan mana shunaqa vaziyatni ko'p ko'rdim. Tasavvur qiling, qanchalik bu azob, hattoki gapira olmaydi. Xiyonat qildingiz-ku deyolmaydi, o'chirib bo'ldi. Lekin ajrashsa bitta xiyonat uchun ajrashib ketdingmi ham deyishardi-da, misol uchun. Ayollarga qiyin bo'ladida, nima qilishini bilmaydi, yondan oladigan odam yo'q. Lekin shunaqa qaynanalar bor, yuradi erkak kishi bo'lgandan keyin deydigan. Hamma uchun bitta qo'rqinchli vaziyat bo'ldi. Biz ayollar uchun erimiz bilan ketayotganimizda yo'lda erimizga xavotir olamiz. Kimdir anaqa bundoq urib yuborsa, nimadir qilsa urishib ketadi erkaklar. Men har doim aytaman turmush o'rtog'imga iltimos urishmang. Ko'rdingizmi bo'lgan vaziyatda? Qonundor ayol. Sizda qanaqa masalan mashinaga ketayotganda eringizga nisbatan urishmang deysizmi? Bo'lganmi shunaqa vaziyatlar? 51 yurmaysizlarmi? Mana endi hech qachon urishmaydilar. Birga yuramiz. Hech qachon tushib janito narsa bo'lsa so'kib ketishlari mumkin. O'zlari oynani ochib qaytdi odamni so'kmaydilar. Erim juda ham mana urushmasdan katta bo'lgan. Bola og'ir, bosuv taraflamada. O'zimda shunaqa vaziyat bo'ldi. Qarmashkaga kirayotganimda Muhammadning boshi bilan bakoy to'sib qo'ydi-da. Biroq qaraganimda mashina yo'q deb o'yladim. O'sha kelib bo'lgan ekan, Nexia uch Yandex. Shunda chiqdim, ani chetga olib zo'rg'a to'xtadim. Shunda chetga to'xtadim men ham. Bitta tushdi. Aka, men bor uzr, meni boshini deb men sizni ko'rmay qoldim. Sal qoldi dedi. Aka dedim, agar teganda ham o'zim qilib olardim, siznikini ham qilib berardim dedim. Ani bosildi, sразу meni ko'rasizmi? Bor yo'qol nima deysan, desam bo'ladi, mana shu turishanja. Men bor uzr, eli tanidim bilgan. Mashinada turganimda nima qila oladi? Kelib urmaydi-yu. Bo'pti, mayli deb ketdim. Lekin nima deb o'ylaysiz? Agar murskoy solidarность degan narsa bor-ku. Ya'ni erkaklar boshqa erkakni ayoli bilan ko'ryapti. Balki o'sha erkak neprav bo'lsin, o'sha ayolini hurmati, murskoy solidarность hurmati balki jim turish kerak. Albatta, u qilgan ishi 100% noto'g'ri ish. Chunki g'alati-da, nimaga erkaklar boshqa erkakni ming jahli chiqmasa, oldida ayoli turibdi, oldin jentelmenlik bo'lgandayiz, murskoy solidarность bo'lgan. Ya'ni yonida ayoli turibdimi? Hatto so'kmagan ham. Keyin agar bitta o'zi bo'lsa, gapiga javob berdi turadi. Lekin o'sha yonida ayol kishimi anaqa narsa bo'lganda oldin. Demak, u nenormallikda, o'zi shunaqa psix. Hozir umuman bu narsa ko'payyapti. Men masalan ahamiyat beradigan bo'lsam, ko'payyapti. Bizani ayoli qo'shilsa, sen ayoling nenormalni deydi. Bitta eringiz qanaqa qilib qo'shilmaysiz demasizlar, qanaqa qilib yonini olmaysiz. Kimga og'ir o'sha payt? Ayoliga og'ir. Ayoli qo'rqib ketganda erini hozir dabdalasini chiqarib qo'yishadi deb. Shunaqa deb o'ylayman men. O'shancha tushib qolganda. Da. U qo'rqib ketgan juda qattiq. U o'yladi hozir erimga nimadir bo'ladi degan narsa. To'g'ri, keyin uzr so'rab chiqishdi, u yoq bu yoq, lekin hech kimni qoralamoqchi emasman, oqlamoqchi emasman. Shunchaki murskoy solidarностьga amal qilaylik demoqchiman-da. Kecha mana kofe olib ostanovkada yo'l u yoq tarafida bitta Nexia qo'zg'alib o'tdi. Ayol kishi keldi, oldigimda tiqib qo'ydi. Oynani ochdilar, shu menga qarab parasatingmi, nima dedi, kuzatyapman, nima bo'lar ekan. Ayol ham tushdi-da, men har kuni masjidga qolmadim, urushyapti. O'sha paytda ayollar, ayolmiz-ku, voy uzr, men bor.
uzr desanglar erkaklar urmaydi sizlarni. Bir xil Joziba. payt biz ham o'tkazib yuboramiz-da mana ayollar. Bor, Nima bor, deyapsan? bor. To'g'ri, kuchimiz ham yetishi mumkin, chakigimiz baquvvat, baribir ayolligimizga boramiz. Ikki og'iz. Men bor uzr ko'rmay qolman desa, o'sha erkak ham ketardi-da. Dal shu urushdan uni turib olib, men ketdim keyin. Birinchidan u erkak u ayolga baqirib, zadniga ursa 1 minut zadniga urding, chiqib ketding. Gapirma shunga. Ana ayol ham shu dal bo'lishi ikkalasi urushyapti. Guli, men atrofingizni kuzatamanda, har yili o'sish qilyapsiz. Har yili qanaqadir marralarga erishyapsiz. Men moliyaviy tarafdan aytmayman, u tak bo'layotgan narsa hayotingizdan. Undan tashqari masalan, men ko'ryapman, juda ko'p odamlar sizga intilishi, zo'r odamlar sizga intiladi. Masalan, Maryam Tillayeva, men uni juda ham hurmat qilaman. U sizni bizning o'zbek shou biznesidan birinchilarni podkastga chaqirdi. Mehmon qilib. O'zlari chiqishdimi, sizni topishdi? Ha. Chunki Instagramdan yozdi ruschada, voy men ruscha bilmayman, sam amaliymiz kevur dedilar. mana hozirgi kunda mana Zo'r telekanalida artist loyihasida juri bo'lib o'tasiz. U har doimgi juri bo'lasizmi yoki Yo'q, yo'q. Bitta soniga bizani yengillik qilish uchun chaqirishdi. Birinchi kim bor deylar o'shanda? Bobur Mansurov, Mo'min, men, Guli Xitoy. Qaliyotda ozgina bering mana Bobur, Mo'min siz. To'g'risini aytaman, endi Guli opa voy nomidilar, qolgan uchalamizni kulgili narsalar ishtirokchilarning ustidan kulasizlar deyishdi. Ovozing neto, bir tiyinga qimmat deb gapirib tashlaysizlar. Ha, deyishdi-da. Biz cho'chidik. Negativ bo'lib ketadi, xalq bizga anaqa bo'lib ketadi. Bizani oqlab berasizlar oxirida dedik-da. Baribir bo'lishi mumkin. Talant-da u yoqda. Chiqib olib ovozing sani bir tiyinga qimmat desangiz, kulgili narsa qilishdi. Ishqilib mo'min stop bo'ldi dedim, aytdim. Точно o'zi biluvdim pulga chiqayotganini bo'ladi. Sen mana shu bola pul bergan dedi Bobur Mansurov. Именно o'sha bolani fanatlari bor ekanda, chapi cholib uni qilib turibdi deb podeshka. Men aytvaman, to'y oshga keldikmi yo artist loyihasiga keldikmi? Nima dutorroq olib, men so'zingizga tushunmayapman deyapman-da. Rol o'ynab beribsiz. Rol o'ynab berdik-da, ishqilib, yo bo'lmabdi deyapmiz-da. Ichkaridan jurilar chiqib kelib, haqiqat Ozoda Nursaidova, Ozodbek Nazarbekovlar chiqib, keyin hazillashuvdik deb aytib, Ha, voy xalq o'yladi, faqat sizlar juriysizlardan birlasizlar. bizga hali bor. Kim o'zi ijodisiga yaqinroq? Bobur Mansurovmi yoki Mo'minlayev? Menga ikkalasini Ikkalasi ham. ikkalasini ham ijodi yoqadi. Bobur Mansurov yoki Mitta? Manimcha Mitta bilan ko'proq siz ham rasmdan chiqarib, undan ko'risharingiz mana o'shani aytdim. Rahmat, har bizani qo'yishadi, rahmat sizlarga, ko'z tegmasin. Yaxshi. Guli, mana o'sishlar bo'lyapti. O'tda hamma joyda sizga talab kuchli-da. Eng zo'r populyarni joyda Chechenka har doim bor, Chechenka chaqiriladi. Lekin Chechenka o'zimda o'ziga savol bersa, ulg'ayapmiz-ku, auditoriya ham o'syapti. 1 yil oldingi va hozirgi Chechenka nima o'zgarish? Har yil ulg'ayamiz sababi. 1 yil oldin shaddod, ya'ni ko'proq Instagramga mehr qo'ygan, Instagram bilan yana ham yaqinroq nima desam bo'ladi, hayotim Instagramdan iborat deb o'ylab yurardim. Hozir men oradan 1 yil o'tdi, ishonasizmi? Agar hozir desangiz, hozir Instagramni kirib yopib qo'yaman. Oldin qo'rqardim yo'qotib qo'yishdan Instagramni. Shu narsani tushunib yetdimki, bu virtual olam bilan haqiqiy hayotda juda katta farqi bor. To'g'ri, Instagramga oldingi yil balki mukamdan ketgandirman, tirikchiligim shuni orqasidan. Lekin o'zi men qo'yib yubordim. Chunki rizq Allohdan. Xohlasa Instagramdan beradi, xohlasa boshqa joydan beradi. Ulg'aydim, ko'p narsani tushunib yetdim, hayotda nima to'g'ri qildim, nima noto'g'ri qildim. Oilamga ko'proq, erimga ko'proq vaqt ajratishni boshladim. O'zimni sevishni boshladim. Mana oldin aytishadi, "Jinstvenniy bo'lib ketyapsiz" deb. Ha, sezasiz ham? Men sezdim. Ayollashyapman, o'zimga mehr beryapman, o'zimni yaxshi ko'ryapman. Oldin nuqul o'zimdan kamchilik topib yurardim. O'tim bundoq, bunaqa qilishim kerak. Yo'q, men idealniman. O'zimni yaxshi ko'raman deb qabul qilishni boshladim. Er-xotin munosabati, farzandlar bilan munosabat qay darajada o'zgardi? Er-xotin munosabatimiz yaxshilandi. Oldin nuqul erimdan kamchilik topib, misol uchun o'rtalarim eriga solishtirib, siz unaqasiz, siz mana bunaqa qilmaysiz, ana uni erim mana bunaqa qildi. Yo'q, erim boricha qabul qilishni boshladim. Misol uchun ko'pchilik aytadi, "O'zing olgansan, ering u yoq edi, bu yoq edi." Ha, tan olaman. Oilam rizqini Alloh menga beryapti. Nima qilay? Erim qayda boring? Borsan pul topmaysan deb. U ham noto'g'ri. Shunchalik. Eringiz ham o'zini rizqi bor, o'ziga yarasha. Balki erim 40 dan keyin zo'r bo'lib ketar, balki keyingi erim zo'r bo'lib ketar, aytolmadim. Bu aytdim, ishlarni o'xshasa, vashshi Instagramda reklama olmayman. Xudo xolasa reklama qo'yib olsa, yo'q, hozir olmayapmiz.
deyman deb o'zimcha hayolimda уже planlar sizga qilyapman. o'xshaydi lekin. Ha. Sizda nima niyat qilsangiz bo'ladi deychi. Xudo xolasa, qaysi ayol erini topganini yeb maza qilib yotishni xohlamaydi aytaylik. Menimcha hamma xohlaydi, lekin kelib turganda men erim qilish kerak deb tayyor narsani men отказ qila olmayman, chunki hammamiz kelajak uchun harakat qilyapmiz. O'shaning uchun erimni boricha qabul qildim. Oldingiga nisbatan urush janjallarimiz kamaygan. Chunki qabul qildingiz. Qabul qildim bir-birimizni, oldingiga nisbatan ko'proq tushunyapmiz. Va mehr baribir oshgan. Oshdi. Ha, lekin mana shu narsa yo'q-da, mana turmushga chiqayotganingizda shu erkakga turmushga chiqasiz, keyin nimadir talablaringiz ko'payadi. Shunaqa, ha. Bilmayman, turmushga chiqayotgan ayolni mana qizlar, men o'zimdan misol boshida nimaga urushganman, shuncha erim bilan deyman, namcha shuncha ketib qolganman deyman, arzimagan narsalarga. Siz qilishingiz kerak, siz mana bunaqa dedingiz, meni yonimga olmadingiz. U arzimagan janjalga qarang, ketib qolib, anaqa qilib, mana o'sha katta bo'lganim sari tushunib yetyapman, jinni bo'lgan ekanman deb. Bo'lar bo'lmas narsaga. Ha, deylik masalan, yangi turmush qurgan qaysidir qiz agar oilasi kelsa, neto bo'lib, bemalol maslahat beradigan darajadaman-da, yaxshi tomonga, ha. Menda shunaqa odam bo'lmagan. Sen hozir meni noto'g'ri qilyapsan. Mana bunaqa qilgin degan narsa bo'lmagan. Naborot, ajrash boshing yurasanmi? Bunaqa yeri deganlar menda ko'p bo'lgan. Shunda ham oilamni saqlab qoldim. Maladesman deyman-da. Da, to'ppa-to'g'ri. Bilasizmi nimaga? Aslida unaqa yaqinlaringiz bo'lmagan bo'lsa ham, orada kimdir yaxshi gap gapirsiz, eslab qoladigan qobiliyatingiz bor. Ha, shunaqa. Chunki bir marta ko'rsatuvga kelganingizda xafa edingiz eringizdan, men sizga bitta gap aytganman. Mabodo ular bilan xayrlashsangiz, eng katta xato shu bo'ladi. Ular rostdan yaxshi insonlar deganimda. Men ko'rdim, keyin sizni kuzatdim. Bir soatdan keyin yarasha oldingiz-da. Balki inobatga olmassiz, balki eshitmagandek bo'larsiz, lekin ishoning, siz yaxshi gap oladigan qizsiz-da. Olaman. Kimdir bitta yaxshi desa, siz o'zingizga keladigan odamsiz-da. Ani negativchilik gapirsa ham eshitgandek bo'lasiz, u darajada o'zingizga olmaysiz deb o'ylayman. Shunaqa. Mana shu yerda o'rinli savol-da. Nimaga erkak kishi ayol kishini dugonalari bo'lmasligini xohlaydi va bor bo'lsa ham xavf sezadi qanaqadir. Hop, biz ham bilasizmi, erlarimizni qaysi og'aynisi nima maqsadda yuribdi, qaysi og'aynisi buni aldavyapti, qidiryapti, bilamiz-ku. Og'ayniz bilan kim bilan qatga borish kerak? Ha, bular ham sezishsa kerak-da. Mana baribir chetdan ko'rgan odam biladi bu narsani. Ayol kishini do'sti bilan munosabatini eri sezadi, qarindoshlari bilan munosabatini farzandlari sezadi deydi-ku mana. Farzandlarimiz biladi. Xuddi shunaqa narsa balki sezishsa kerak. Chunki mana ko'p ayollar, o'zimda ham shunaqa narsa bo'lgan. Anni erim mana qilibdi, siz qilmadingiz. Davay mana qiling degan narsa balki o'shanga erkaklar qo'shgisi kelmas. Ha, hozir borib gap o'rgatib, kerak masalaga qilib bor narsalarga. Chunki siz kelib masalan jahldor bo'lsangiz, o'rtog'ingizga aytasiz, o'rtog'ingiz sizni shunchaki podдержка qilib ishlamay to'g'rishi mumkin-da. Ha, yonimga ovuti deb kelasangiz tepishi mumkin. Yo, menda bo'lgan o'rtoqlarim, o'zingni bos, oila muqaddas, mana bunaqa degan o'rtoqlarim ham bo'lgan. Ajrashib ket, nima qilasan, boshing ko'rasan bunaqa yerni, ajrashsang ko'rasan hali mintasi chiqadi deganlar ham bo'lgan. Har xil baribir. Har xil variant, lekin baribir ichidan o'zimga to'g'ri keladigan, o'zimga mosini olaman-da. O'zi mana shu turmushdan keyin oilaviy bo'lib, farzandli bo'lib, женская дружба bormi, do'stlik, dugonachilik bormi haqiqatan? Nima u siz uchun? Dugonachilik siz uchun nima? Menimcha dugonachilik yo'q deb o'ylayman. Men o'zimga o'zim eng yaxshi dugonaligimni bildim, chunki hech qachon o'zimni sotmayman, hech qachon o'zimga bir yomon bo'ladigan ish qilmayman. Juda ko'p pand yedim dugonalar tomonidan. To'g'ri, balki men yomondirman kimdir uchun, lekin men o'zimni u darajada yomon qiz deb o'ylamayman, chunki menchi men bunaqaman-da, men kimnidir cho'kayotganini ko'rsam qarab turmayman, men ichimda hasadim. Cho'kyapsan, yur, men bunaqa qilgin, men bu balonga osilman bunaqa deydigan qizman-da. Chunki mana kim yonimda yurgan bo'lsa, hali hech kim bir oilasidan ajrashib, yer bo'lib, alkash bo'lmish bo'lib ketgani yo'q. O'sdiki, yaxshi mashinalar olib, misol uchun men qilib o'sgan haqiqatan. Men qilib beryapman deyotganim yo'q. Yuqadi baribir odamning energiyasi. Yomonga qo'shiling, yomon bo'lasiz. Buzuvga qo'shiling, buzuv bo'lasiz. O'g'ri bilan yursiz, o'g'ri bo'lasiz. Lekin bilmayman, juda ham samimiyligim o'zimga pand beradi bir xilgi payt. Bo'lganmi shunaqa dugonachilik paytingizda, что ichingizda gapingiz qolib ketgan, lekin xohlaysiz, qaniydi mana shu ichimdagi gapimni bilsa, aslida men unga dushman emasligimni bilsa, qaniydi degan bo'lganmi hissiyot? Mana qarang, men hozir shamollamaganman-da, lekin tomog'im bo'g'ilgan. Men aytmoqchi bo'lgan gaplarim vastimda turibdi-da.
psixolog tushuntiruvdi, что gapira olmasang tomog'ing og'riydi deb. Xuddi shunaqa mana kecha bugun turibman, tomog'im ishib ketgan. Men gapirgim kelyapti, yig'ib turib, "Mamnaqa edi, salla mamnaqa qildilaring" degim kelyapti. Nu, aytolmayman. Og'ir qolib Foydasi yo'q. Injirapa foydasi yo'q, chunki hozir aynan hayotimda shunaqa ishlar bo'lyapti. Men bilaman, Alloh biladi. Lekin bitta narsa, men haqimda kim nima desa ham orqamdan, oldimdan eshitib kelyapman. Hech qaysini yomonlash niyatim yo'q. Nimalarni bilsam ham, nimalarim bo'lsa ham o'zimda yo'q ham, chunki men bir kun kerak bo'ladi degan narsa yo'q deyman-da. Bu juda sifatli. Ha, telefonimni ochib ko'ring, hech narsa ham yo'q, kodim ham yo'q, boshqa ham yo'q. Men shu paytgacha mana o'zim bilan o'zim gaplashdim. Chechenka, Guli, o'zingni bos. Kim nima desa ham sen qilsasan. Chunki Inzira opa brilliantim yo'qoldim, Instagramga qo'ydim $10,000 qo'ydimda topildi dedim. Lekin qayerdan topdim, nima qildim, men aytmadim. Odamlar uni PR dedi. Sen dedi PR aktivini oshirish uchun brilliantini yo'qotgan Shunaqaga o'xshaydi-ku payt. olib chiqding dedi. PR mas edi, mana deb qo'yib yuborsam bo'lardi. Lekin olgan odamni men sharmanda qilgim kelmadi. Agar chunki uni qarang, qiymati $13,000 turar ekan. Shu bo'ynimga olganimni, komplekt olganim uchun bilmayman necha pul turishini. Uchastkavoy aytibdi, hozir yozsang, bu summa jinoyatga tortadi, o'g'irlik bilan ketadi dedi. Qamaladi. Qamaladi U deyapti. yomon narsa. Nima qildim? Arizam yo'q, uyimdan topdim deb yozib berdim. Chetdan qaraganingizda men kimdir bilan nima uchun yurishim mumkin? Men o'ylayman, sizga mehr yetishmaydi. Pulim bor, obro'yim bor. Chechenka desa tanishadi. Nima uchun yurishim mumkin birov bilan? Mehr. Sabab yo'q. Agar meni kimdir keltiradigan pul uchun yurganda, aktiv uchun yurganda, bor hammasi o'zimda. Shunchaki o'zimga o'xshagan inson qidiraman-da. Mehr bilan dardlashib, pand yeb qo'yaman. Ha, chunki men shunaqa ichimda gap turmaydigan odatim bor-da. Nimadir bo'lsa ham shartta borib o'zim aybim bo'lsa ham aytib qo'yaraman. Lekin o'shanga aytibsam. Tushunasizmi? Endi unda psixologlar, boshqa men bormasdim psixologga, hozir bor, yaxshi psixologim. Nimadir bo'lsa qilib aytib turadigan. Singillarimga unaqa ayta olmayman, chunki ular kichkina hali degan narsa bor miyamda. Ulardan yaqin do'stim yo'q ekan o'zi aslini olganda. Ana jigarlardan, ha? Endi biz yoshlikda ko'p urushib, bir-birimizdan narsamizdan talashib, kiyib anu bo'lganga o'tirib turib, "Voy, men bunaqada jigarim" deb o'smaganmiz-da. Jaydaricha katta bo'lganimiz uchun, men o'g'il bola xarakterda katta bo'lganim uchun singillarimga ayta olmayman. O'shaning uchun balki o'zimga ko'chadan singil qidirgandirman, balki shu dardimni eshitsa, mana shu ichida qolsin deb yaqin qidirgandirman. Qidirasiz. Lekin o'ylaymanki, bu narsani bilib turib, odamga qarshi qurol qilib ishlatish bu Eng alamlisi. eng alam qiladigani shu. Endi misol uchun qarshi ishlatsa ham, boshqa qilsa ham, agar Alloh tushiraman desa, ular shart emas. Bitta narsa bor-da, mana o'ris o'rtoqlarim ko'p-da, o'rislarda shunaqa narsa bor, ular mana do'st paytida bo'lgan narsalar o'sha yerda qoladi. Do'st dugonachilik tugaydi-ku, u ko'plarda tugaydi. Xohlasangiz xohlamasa, dugonachilik tugagandan keyin bir-biri bilan o'sha o'tkazgan narsalarni haqida gapirilmaydi. Nima uchun? Yaxshi xotirlarni hurmati. Nimagadir men ko'p sezaman shu bizani o'zimiz, o'zim o'zbekman ko'pchilikda bora-bora dugonalar bilan do'stlashganingizda samimiy bo'la olmaysiz. Chunki siz o'sha hamma gapingizni ayta olmaysiz. O'sha bu yog'iga qo'rqib qoldim. Mazza qilib dardlasha olmaysiz. Chunki ertaga u shunchaki sizga qarshi hasad qilib o'zi qarshi ishlatadi. Yo'q. Ba'zi bir insonlarning deb hammaga bo'lgan ishonchim yo'qolib qoldi. Afsuski bu. Mana даже siz bilan ham gaplashsam, yozib olmayaptim ekan. Nima bu bunaqa gapiryapti? Maqsadi nima? Ne bu menga dardini aytyapti? Menikini bilib olmoqchimi ekan? degan narsa o'sha ichimda-da, men yomon qo'rqib qoldim birov bilan o'rtoq bo'lishga. Bir xil payt shu darajada mehr qo'yganmanki, ba'zi bir insonlarga ko'rganda quchoqlagim keladi. Baribir. Chunki men birovga nisbatan yomonligiga qaraganda yaxshiligini mamnun deb eslab qolaman-da. Men bunaqa yaxshiliklar qiluvdi deb. Ana kuni ham hamma yozishni boshladi. Dubaydan borib kelganimda ayollar jinstvenniy bo'ldi yo'q dedi-yu. Qiz tuqqaningizdan keyin istoriya oldim. "Voy, men qiz tuqqanimdan keyin emas, men bitta o'rtog'imdan keyin shunaqa bo'ldim, shunaqa jinstvenniy edi. Menga shuni o'rgatdi."
o'chirdim keyin ani kelib menga paxta qo'yyapti ani yarashmoqchidir dedi masin noto'g'ri tushunmasin dedim siz искренне shunchaki istoriya qo'ymadim o'chirib yubordim mayli deb shunaqa gaplarim bor aytganingizdek gapirgim keladi ichimdagilarni aytgim keladi lekin bitta narsani bilib qoldim mani yomon ko'rishgan ekan u og'riqli mani yomon ko'rgan odamga borib qanaqa yaxshi gapirasiz lekin biz bugun gaplashganimizda man hamma dugonalarimni yaxshi ko'raman aytgim keladi dedingiz boya hech kim yomon ko'rmayman man sababim yo'q yomon ko'rishimga просто bilmayman nimaga mana aytadiyu sanni menga hasad qilaman deydiyu ko'pda hasad qiladigan narsa misol uchun ne buni layk ko'p ne buni prosmotr ko'p ne bu ko'chada yursa chechenka deb hamma taniydi ne buni reklamasi ko'p lekin Alloh beryapti-da shuni men endi rizqimni Alloh beryapti shu darajada qaysidir yoqqan tomonim borki Xudo meni shunaqa rizq bilan ta'minlayapti men chiqib olib aktiv uchun ishoning unaqa ijodkor emasman shunchaki yashab yuraman maza qilib qo'limdan kelgancha yaxshilik qilaman Alloh rizqimni beryapti bu rizqimni qachongacha beradi men bilmayman men roziman ertaga to'xtatsa ham 1 yildan keyin 10 yildan keyin to'xtatib erimga o'tkazsa ham u rizqimni men hamma narsaga roziman mani aktivim sal tushsa panikaga tushib qolmayman shunaqa peshonamga shu yozilgan do'stlik paytida ham ko'p narsa не жалко поддержка bo'lsa поддержка nimadir bo'lsa manda masalan adam aytadilarda qo'lingdan kelyaptimi kimgadir yaxshilik qilish hozir sani davringmi qilib olgin deydilar lekin bora bora guli уже bilasizmi hattoki ko'zingizga yosh kelmay qoladi agar kuyursangiz dugonalardan kelmayapti-da yosh kelmayapti-da bora bora gapirgingiz ham kelmay qoladi borib даже mana degingiz ham kelmay qoladi afsuski menga yetib kelmayapti deb o'ylaysizmi gaplar bizani masalan mani kimdir bilan urushib sharmanda bo'lishimni kutayotganlar qancha faktlari bilan olib kelib mana sani mana mana bunaqa dedi kecha deyishyapti уже charchadim молодец ahamiyat bermang man borib uni yuzlashtirib bu qilib nimaga erishaman yetadi уже yoshimizga ham to'g'ri kelmaydi oilaviy odamga ham уже to'g'ri kelmaydi sizga qancha xohlasa masalan kimdir agar xohlasa sizga bosim qilsin sizga tashlasin gapirsin lekin menimcha balki javob berish kerak emas auditoriya o'zi tushunib olar javob berish niyatim ham yo'q javob berganim ham yo'q deylik sizga kelib mani kimdir yomonlasa tanimaysiz mani уже men haqimda yomon fikrdasiz ishoning bitta gaplashganda fikringizni o'zgartirib qo'yaman o'zim haqimda yo'q lekin mani ham o'zim fikrim bo'lsa men eshitmayman u odamni bir kimdir yomonlasa endi fikr sizlar ham borda oramizda ko'p aytishadi siz rosa yomon deb o'yladim siz rosa yomonlashgan bu yomon narsa hozir fikrim boshqacha deyishadi o'zimni hozir yonimda yurganlar ham bir ikkitasi shunaqa deydi alam qiladi mana bizani oddiy kelinlarimiz ham borku kelinlarimiz ularda ham shunaqa nohaqliklar bo'ladi nimaga sizni kuzatishadi ular o'zini sizga o'xshatadi ularda ham hozirgi paytda mana kuzatishyaptiku xuddi shunaqa nohaqliklar bo'layotgan bo'ladi faqat oilasida bo'lishi mumkin qarindoshlarida bo'lishi mumkin ular ham sizga qarab izlanadi nima yechim topsam ekan mana hozir chechenka mana shunaqa og'ir tekayotgan ekan tomog'i og'riyotgan ekan gapirolmayotganligidan nima yechim qilsa bo'larkanini kuzatadida man o'sha dom olayotganda dubaydagi o'sha uy olayotganda video qo'ydimku yig'lab ishonasizmi 5 marta yig'ladimda o'chirdim o'zim oldim videoni kimdir man biograf kimdir olib bermadi gapiryapman ko'zimdan yosh chiqib ketyapti gapiryapman ko'zimdan yosh chiqib ketyapti nimaga chunki uy oldim deb aytmoqchi bo'lyapman уже qulog'imga tegdi san eplolmaysan san qo'lingdan hech narsa kelmaydi degan gaplar уже aylanyapti mani o'tmishimdagi gaplar kelyapti man uddaladimku degan narsa aylanyaptida erimga aytdim adasi dedim u yoqqa borib divanda kofe ichib o'tirib turing maklerga aytdim o'tirib turinglar man o'zim uchun video olmoqchiman dedimda o'zimni yupatib ovutib gapirib keyin oldim o'sha yerda gapiruvdim negativ mana bu san qilolmaysan degan narsalar faqat blogerlar artistlarga emas oddiy insonlarga ham bo'ladi qo'shnisi qarindoshi tomonidan balki sizlarga hozir negativ fikrlar bo'layotgandir lekin e'tibor bermanglar o'zinglarga ishoninglar sizlar uddala olasiz degan gapirgan joylarim bor edi qo'ymadim o'sha joy kelaverdimi sizga shunaqa deganlar eslaydimi o'sha paytda chiqdim kulib gapiraman уже ko'zimda yoshda deyapmanda o'chiryapmanda nima yig'layapman deyapman bunaqa qolma erim ha dedi erimni yonida yig'lashga yo'laman borib turing adasi antiga men gapirib olay deyman o'tirib yana yig'ladim yana video oldim o'zi o'sha dubaydan xonadon xarid qilganimizda aytmaymiz dedik
birinchi marta xonada oldim deb qo'yganimda hamma tabriklaganda yo stop olmadim uy просто reklama qildim deb aytganman chunki man aldash yomon ko'ramanda bu safar haqiqatdan oldinglar aytasizmi deganda yo'q aytmayman deganimda ular aytdilarki dubayga keldi ketdi gостиница biletingizni qilib beraman dedi podarka qilib dedi bo'pti aytaman dedimda ayting dedi ayting dedi u ssenariylar yozilgan четкий borishimiz kelishimiz o'zingiz samimiy oldingiz samimiy oldim qarang bunaqa ketib qoldi shunaqa bo'ldi Guli mana kuzataman sizni auditoriya nima uchun yaxshi ko'radigan savol beramizda qanaqadir samimiy hamma gapingiz aytganingizdek gap sizda turmaydi haqiqatdan siz auditoriyaga ham aytib qo'yasiz hamma narsani bugun mana bunaqa bo'ldi erim syurpriz qilyapti deb o'yladim syurpriz emas ekan mana judayam hamma narsa sizda samimiylik borda u narsa o'zingiz shu narsani his qilasizmi sizga aytishadimi nima deb o'ylaysiz уже Guli boshqacha bo'lolmaydi soxta auditoriya uchun rosa bo'lgim keladi man bitta shar bilan video oldik to'yimizdan 5 yilligi ko'rdingizmi ha boshi zo'r chiqdi bugun erimga ko'rsatdim ertalab erimga ko'rsatdim o'shda mana bunaqa yotganmanda sochini qilib bo'yanib sochimni qilib yotmadim o'sha kun davomida u kechqurun olingan video ertalab qilib ko'rsatilgan bo'linglar mamamnikiga ham sharla qilinglar mamut bo'sh bo'lib qolibdi shunaqa yotibman deb rostdan uxlab qolaman deyapman svetlar qo'yilgan qarang man backstage video olingan bu что kelishib esdalikga qolsin bu narsada mana to'yda ham kuyov jo'ra o'sha kuyovnikiga birinchi videochi boradi to'g'rimi atirlarni sepib videolar olib soat hayotda unaqa emas-ku kadr chiroyli chiqish uchun biz ham xuddi shu maqsadda oldik hali backstage'ini qo'yib bu uyushtirilgan edi deb aytishga uspet qilmasimdan kommentariyada bilinib qolibdi soxta mana bilinib turibdi bu aniq man tabiiy demadimku erim surpriz qildi demadimku qanchalar o'rganib qolishgan tabiiy narsangizga masalan otni urib yengib chiqsam bo'lardi erim rostdan qildilar shunaqa to'g'risi deb bir aytaman ikki aytaman uch aytaman oxiri ular ham ishonadi может eri qilayotgandir deb lekin nima qilaman aldab bu rostdan kontent bo'lgan narsa kontentni shunaqa chiroyli qilib ovozsiz чтобы мировойga просмотр yaxshi bo'lishi uchun shunaqa qildik bu norma tabiiy hamma videolaringiz storiesda ham bor aldab chiqolmaymanda erim qildi yokida mana erim mana bunaqa deb ko'rsata olmayman bor narsani ko'rsataman sababi o'zimni ham g'ashimga tegadi ha deb erim deb chiqursa unda eringizga qarasangizchi ko'zingizga birovni yomon ko'rinadida eringiz buni eri bilan mani erim ancha farqi bor nemanda shunaqa er yo'q degan narsa bor shu narsani ayollar urushib qolib konflikt bo'lib ketmasin man orqali chunki normalniy odam kuzatadida ko'pchilik yozadi man sizdan nimani o'rgandim shu qizda kecha yo'q edi hozir bor harakat qilsa bo'lar ekanku degan narsani o'rgandim deb ko'pchilik yozadi lekin mana aytasiz hozir jenskiy bo'ldim lekin eringizga nisbatan kuzatadigan bo'lsak har doim jenskiy bo'lgansiz aynan eringiz bilan gapirishganingizda o'zgarib qolasiz qanaqadir boshqacha gapirasiz manimcha o'zingiz ham buni kuzatsangiz kerak shunaqa sizda shunaqa xarakter tomoningiz bormi hech kim bilmaydigan masalan shunaqa bo'lgingiz keladi lekin namoyon qila olmaysiz o'zimmi manmi visokomерный bo'lgim keladi hech kim mensimaydi deb bilib ko'rganmanda aktivman bunchalar ham qaradim yo'q choy bormi kofe bormi man kirib suv ichib любой narsani qilib suv bormi dedim do'konga kirib kiyim do'konga bor mana ochilganda faqat olib ichdim mana og'izdan ichgan muqaddar ichgan farqi yo'q chanqolyapman chunki shunaqa bo'lgim keladi Indira opa ayniqsa yig'ilishlarda hamma kelgan paytda mana shunda o'tirgim keladi bundoq qilib deb qilolmaymanda sal mensimayroq mensimayroq kibrroq bo'lgim keladida чтобы sizni qadringizga yetishsa o'sha bilsin mani chechenkaligimni bilsin deb mana shunaqa bo'lgim keladi yo'q foydasi yo'q odam xarakterini hech qachon o'zgartira olmas ekan xohlasangiz ham qila olmaysiz lekin endi tasavvur qiling qayerdadir bundoq o'tiribmanda qayerdadir уже deb yuraman to'g'ri kelmaydi-da odam bir xil bo'lishi kerak hamma joyda лучше o'zim bo'la qolay hamma yoqda bir xil bo'laman deymanda lekin mana общий o'tirishlarda sezasizmi что odamlar sizga talpinadi kimdir ochiqchasiga kimdir sal bekitib o'tirishlarga ham fayz olib kiraman fayz kiradi man kirsam qizdirib davay turlaring nima qilib o'tiribsanlar deb bir shunaqa kirishimli xarakterim borda o'zimda yaxshi energiya tarqataman xursandchilik energiyasini tarqataman xursand bo'lishadi kimdirlar ulg'aymagan kimdirlar balki PR uchun kimdirlar aktiv uchun agar masalan shu PR aktiv pul olib kelayotgan bo'lsa u odam u narsaga borishi mumkin hamma o'zini tanlovida lekin men o'ylayman ulg'aydingiz
ulg'aydim. Balki o'shaning uchun ham shunaqa odamlarni chetdan ko'rib ko'pchilik aytadi-da, детский понятно, ya'ni bog'cha bolasiga o'xshab urushib yuribdi demay, ulg'ayman rostdan. Endi tushunyapsiz? Endi tushunyapman. Foydasi yo'q. Dedi har doim bo'ladi. Kimlarning orqasidan gapirishmagan deyman-da. Yo'q, mayli, bir xillari masalan fikr bildirib ketishingiz boshqa narsa, lekin borib urushib, отношения выяснять qilib, mana yaqinda mana ham bitta dugonam orqamdan juda zo'r gapirib qo'yibdi. Bilasizmi, o'sha paytlar qiladi, yordam bergan bo'ladi, bilasizda. Men даже boribchi, ne unaqa dilingim kelmayapti. Men zo'r ignor. Umuman siz rostdan ham o'ylayapsiz, Guli, hozir masalan qaysidir dugonangizga yoki yaqiningizga borib, "Hey, men seni yaxshi ko'raman, iltimos, unaqa o'ylama" desangiz eshitadimi? Ishonadi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Menimcha odam ishonishi uchun o'zi shunaqa искренний bo'lishi kerak. Ha, ana. Meni oldimga kelib kimdir soxta gapirsa ham искренний qabul qilaman, chunki o'zim shunaqaman deyman. Hammani odam o'ziga o'xshatadi. Ana shu joyi bor. Ha, foydasi yo'q ekan. Tomog'im ishgani qaytdi, yig'laganimdan keyin. Ashula ayting. Lekin haqiqat bor narsa, shu tomoqda agar his qilsa, og'riqqa aytish kerak kimdirga. Mana menda masalan tomog'im og'rimaydi ularga nisbatan. Nimaga? Shu darajada уже shuncha yillar va zo'r tilda ishlaganimda, shuncha qizlar bilan ishlaganimdan keyin shu darajada уже miyam biladiki, befoyda. Aytgim ham kelmaydi. Shu darajada, lekin bitta minusi bor. Hammani uzoq tutaman. Mana aytayotgan narsangizda, afsuski shunaqa. Qanaqadir qalbaki insonlarni deb samimiylarni yo'qotamiz. Shunaqa. Qarab turing, hozir mana sizni o'ylashi mumkin, dugonalaringiz kam deb o'ylashi mumkin. Yo'q, gap ular qizli sizdan dugona bo'lmasligidan emas. Hozir dugonam misol uchun o'z dugona deganda kim nima tushunadi men bilmayman. Mani fikrim dugonalar har doim birga yurib, qatlagadir borish o'zi aslida shunaqa edi. Ha, unaqa doim kontentingiz mana shunaqa edi oldingiz storiesda. Dugona qilaman desam ko'p odam. Men o'zim ruxsat bera olmayman. Yaqin bo'lib, masalan, kimdir qiladi-yu, mayli, keyin gaplasharman degan narsa, xo'sa yana ko'rishlayotsa ko'rishamanmi degan narsa tushunasizmi? Balki bu boshqa dugonalarni sog'inayotganingiz sabab. Balki anaqa imенно shunaqasini qidirayotgandir mana, nima deysiz? Balki anaqa yurakdan qo'yib yubormaslik. Ha, olisam martishi, bor gap. Bo'ladi-ku, yuragi nima qilsa ham yaxshi ko'radi-ku odam, bilasizmi? Ana bir xillari eringiz xiyonat qilsa ham yaxshi ko'rasiz-ku. Shunaqa narsalar ham bo'lishi mumkin. Balki endi hayot yashasak ko'ramiz, bu yog'i nima bo'lishi. Sevgi nima bo'lmasa mana. Erga sevgi, dugona onaga qanaqa farqli o'zingiz uchun? Sevgi yo'q. Misol uchun hurmat, sevib turib hurmat qilmasa ham bo'lmaydi. Masalan, men erimni sevaman, o'lib qolaman, lekin hurmat qilmayman desam masalan. Zato sevaman deb yo'q. Men o'ylashim bo'yicha eng muhimi bu hurmat. Er aytganini qilish, er rozi qilish, ko'niga qarash bir-birini. Mana shu sevgi deb o'ylayman. Aytganini qilmaganingizdan urush bo'lganmi sizlarda eringizda? Ha, voy, ana kuni 3 kun urishdim-ku. Tug'ilgan kunga ko'rdingizmi, oq qo'ynida kiyib borganimda. Men aytib o'tib ketdingiz, storada ham gapirdim. Yengim yo'q edi. Lekin rosa chiroyli ko'rdingiz. Hamma ishoning zo'r yarashibdi, vashshi bitta bo'lib turibsiz deb yozdi. Negativ yo'q. Keyin u ko'ylakni mamtgacha atrezi bor edi. Endi u ko'ylak keng bo'lganiga turganingizda ko'rinmaydi. Qattadir o'ynaganimda, menchagina qattadir qisman ko'ringan kimdir restoranlarda. 3 kun janjal. Hozir kamera o'chgandan keyin sizga qo'yib beraman deb sekin yozib olganman, qanaqa so'kishni eshitmadim. Masalan, o'shanda aytsam bo'ladi-yu, nima ishingiz bor, men pul topib xohlaganimcha yashayman desam bo'ladi-yu, xo'p adasi uzr, bilmay qolman, ochilmaydi deb o'ylaman, past ketdim-da o'sha yerda. Baribir erkak, eri hurmati bor, er o'zini er rolida his qilish kerak. Ana o'shanda oila bo'ladi. Endi tasavvur qiling, men erim bir tiyinga olmasam, boshqa qilsam, ertaga kelin olishim bor, o'g'illarim ham kelinim bir tiyinga olmasa, hayot shunaqa, adam ham shunaqa qiladi-yu demaydi-ku, biz ularga namuna bo'lishimiz kerak. Men ham qushingni ko'rganini qiladi degan gap maqola endi bildim turmushga chiqib. Oyim bilan adamni bir-biriga qilgan muomalasini ko'rib, mana biz ham erimiz bilan shunaqa muomala qilamiz. Bekorga yetishmagan onasiga qarab qizini olgan deb. Qarang, уже yillar o'tgan sari umuman boshqacha fikrlashga maqollarni tushunib yetyapman. Yillar o'tgan sari. Baribir. Siz ham oshoyingizdagi damlaysiz. Oyim men paytda menimcha suv soygan, mana qo'shningizdagi damlamaysiz-ku.
xuddi shunaqa narsa. Ota-onamiz bizga o'rnak bo'lyaptimi? Biz ulardek yashayapmizmi? Demak, farzandlarimiz ham ertaga bizdeki hayot qiladi. Mendeki o'g'lim kelin qidiradi, qizim erimdagi er qidiradi. Lekin eng og'ir paytingiz, masalan, navoda mana shu tushkunlikka tushgan paytingiz, mana aytyapsiz-ku, men dugonalarim turib bergan ko'p joyda. O'sha payt dugonadan emas, erdan podдержка olish mazaliroq emasmi? Mazaliroq, lekin meni shu yerim bilan urushganimda ular turib berishganda. Ha. O'zi menga boshqa joyda turib berish shart emas. O'zi bitta nozik tomonim erim. Shu erim bilan anaqa bo'lib arazlashib qolganimda men borib ulardan maslahat olib, bo'shanib, ko'nimdagini aytardim. Boshqa menga podдержка, masalan, pul topaman, reklamam bor. Balki yechim er bilan umuman urushmaslik. Shunaqa bo'lgan ekan, endi tushunib yetdim, er bilan urushmaslik. Urushib qolsam, balki yechim dugonalarga yetishmas. Boshqa odamga yetsa bo'lmasmikan? Psixologga eng yaxshisi. Eng yaxshisi psixologga. Lekin to'g'risi aytaymi, eng yaxshisi er o'ziga. To'g'ri, o'zi bilan gaplashib olish kerak. Eng zo'ri. Faqatgina ayblov bilan boshlamang-da. Siz masalan gapirishmoqchi bo'lganingizda, "Men bunaqa qildingiz" emas. Ana vaziyat bo'lganda shunaqa his qildim. Shunaqa o'rgatdi psixologim, o'ziga tushuntiring. Ana mana aytbering. Ko'pchilik narsasi bor-ku. Xullas, men erim bilan urushganimda oldin qanaqa qilgansiz va hozir qanaqa o'zgardingiz? Erim bilan urushganimda oldin bir-birimizdan o'sha aybimizni aytardik-da. Siz mana qilsiz, siz mana qilsiz, mana qilmadingiz, o'sha tugamasdi-da. U oxiri yaxshilik bilan tugamasdi. 3-4 kunlab gaplashmay yurib, keyin nimadir bo'lib yarashib ketardik. O'sha ko'ngil soviydi. Psixologga borganimdan keyin gaplashishni o'rgatdimi? Keyin o'sha urush janjalda jim turaman, qanchadir vaqtdan keyin, kunlamas vaqtdan keyin, bilasizmi, sizdan xafa bo'ldim, o'zim ham bunaqa edi, men maqsadim ham bunaqa edi deyman-ku. Shunaqa bir marta qattiq gapirganimda erim tupikka kirib qolgan. O'sha ko'rdingiz, hissiyotingizni mana shunaqa yuribdilar-da. Do'm, o'sha men gapirib oldim, menga desam, anu gaplaring hazm qila olmayapman, rost aytding deyaptilar-da. Ko'rasizmi, eshitdilar sizni. Boshqacha tilda gapirganingizga eshitdilar. O'shaning uchun baqir-chaqir bilan hech narsa masalani hal qilib bo'lmaydi. Ayblov bilan hal qilib bo'lmaydi. Hal qilib bo'lmaydi, ayblov bilan. Конечно, sizga ham yuzingizga kelib kimdir aybingizni gapirsa, o'zingiz yomon ko'rmaysiz-ku, siz ham uni aybini aytasiz, to'g'rimi? U o'zi bu darscha bo'lib cho'zilaveradi. Lekin chiroyli qog'ozga o'rab gapiradigan bo'lsa, Indira opa, men sizdan kuni intervyuda xafa bo'ldim, chunki siz mana bunaqa joyda noto'g'ri gapirdingiz, desa, o'sha mamtizga uradi. O'shani qilmaslikka harakat qiladi deb desa. O'shani jirtvani yoqib beringlar bilan har doim gaplashadi. Ayollikni yoqib, ko'z yoshlar bilan-da yig'lab ko'radi erkak kishi shunaqa narsa. Yumshaydi. Erkak kishi aslida bizdan yuragi yumshoqroq harakat qiladi. Erkaklar menga mushu bo'lgin deb qo'yadi. Ana, mana sizga eng muhim sekretni aytibdilar-ku. Mushu bo'l meni oldimda miyovlagin, tushundingmi? Sherga o'xshamagin, ha qilib. Miyav deb kelgin, tushundingmi? Sekingina, yumshoqqina bo'lsangiz, yaxshi ko'radi, chunki ular arslon bo'lishi kerak edi-ku. Men o'z tanishganimda mushu bo'lib tanishganman deb ular. Ana, qani mushu. Yo'q, rol o'ynash bo'lganda, 1 yil zo'rg'in. 1 yil mushu bo'lgansiz. Nima so'kkanman, xo'p bo'ladi, qarang, anaqa borib chiqsam maylimi? To'ydan oldin. Oxiri bitta sevib qolgansiz chunki srazu. O'rab olaman debman. Oxiri bitta og'aynisini urganimdan keyin asl basharani ko'rganlar. Og'aynisini urganmisiz? Voy, aytbering, bu vashi qiziq voqea. Aytdim shekilli. Yo'qni aytmagansiz hayotda. Xullas, ishxonalarda o'tirganmiz. Yomon iskirgan odamsiz-da. Biz PUBG o'ynardik. Keyin duraklar o'ynardik, pokermi, shunaqa o'ynardik. O'tirib olib. Короче, ishxonalarda o'tirganimizda o'ynab kechqurun. Og'aynisi kirib kelgan. Voy, jani o'yinni aytibdi. O'yinda pullari ko'p, yaxshi o'ynardilar. Pulingni ozgina tashlab ber, desa, yo'q, o'rtoq, tashlab bersam meni bloklab qo'yadi deb to'g'ri tushuntirganda, jalqami u yoq bu yoq degan. Keyin bundoq qaraganman-da, qarolmay erim gapira olmayapti. Erim ham xuddi mendek-da, gapira olmaydi. Chunki o'rtog'i. Ko'ni bo'sh. Tashlab bermayman deyaptilar-ku dedim. Zararlashmang dedi menga. Boray dedim-da, eshikdan chiqdim. Ofisi yo'lingizda. Shunday ichkariga qaytib kirib, men ketaman bo'pti deyman desam, sen nima qilib ishxonada nas bostirib o'tiribsan deganini eshitib qolganman-da. Shunda o'girganman, urvonman-da og'aynisini ko'rsangiz. Erim dal shu o'ynab o'tiribdi-da, aralashish, ajrashish degan narsa yo'q.
o'yinni o'ynab qarab o'tiribdi deyman, urvyapman, Bilan so'kyapman. og'aynisi qaytarmaydi. Shunaqa qaradim deb, bor sanga ham dedim deb chiqib ketdim. 3 kun telefon qilmadim. Men xafa bo'ldim sizdan, sam men shokka tushib qoldim deyapti. Men vaqti kutmadim sizdan unaqa narsani deyapti. Mush bo'lib yurgansiz-da. Mush bo'lib yurganman-da. Eringiz qo'rqmasdan sizga uylandilar. Что sizda shunaqa hayotingizda Men shikal savol bor. berganman. Andasi nimaga o'sha menga turmushga chiqasanmi deganda bundoq qaraganman. Birinchi xotinligammi deganman. Ha degan. Endi men ham qaynonadan qo'rqardim-da, uni qaynona Hamma qo'rqardi, ko'pincha qizlar qo'rqardi. Ha degan. Nima men tanlab olsa to'g'risini ayting deganimda, men bitta narsani bilaman, что ertaga menga nimadir bo'lsa ham oilani eplab keta olasan. Shu darajada sen kuchlisanki, men senga ishonaman deyapti. Meni umrim qancha, seniki qancha men bilmayman deyapti. Chunki er o'tib qolgandan keyin, nimadir bo'lgandan keyin oilani eplolmagan ayollar qancha to'g'ri, mana bolasini boqolmay, tuppiga kirib nima qilishini bilmaganlar qancha-da. Kuchli ona farzand oldiradi. Men aytaman erimga, siz o'shanda o'sha rizqingizni menga направленияni, oilani rizqini menga to'g'irlab bo'lgansiz niyatingiz bilan deyman. Tushundingizmi? Demak, ular juda ham yaxshi ota. Farzandlariga juda xavotir. Yo'q, farzandga xavotir yo'q. Men aytaman-da, siz o'sha rizqni xotinimga o'sha bu eplay oladi deb menga burib qo'ygansiz deyman. Shuning uchun menga kelyapti rizq. Siz ishongansiz shu narsaga deyman-da. Haqiqatdan kunida necha soat bolalarga, farzandlarga vaqt ajratadilar? Har kunimi? Erim ha, chunki uyga bir xil payt mendan oldin boradilar, bolalar o'sha bog'chadan kelgan bo'ladi. Men ko'pincha bolalar uxlaganda boraman. Faqat shanba oddiq kun davomida kattami yo bu kimni olib yurib yo uydan aqlab. Chunki bolalar meni ko'rdimi qo'yib yubormaydi. Yopishadi, chiqib ketsam ham kameradan ko'raman, tinmaydi, qaytib kiraman ichkariga. Meni ko'rmasa jim yurishadi. Men aytaman, bir xil payt juda yomon onaman, shu bolalarimga vaqt ajrata olmayapman. Men ham uyda o'tirib ayol bo'lib ovqatlar pishirib, bolalarimga qaragim keladi deyman-ku, lekin shularning kelajagi uchun-ku, kelajakda mazza qilib, xohlagan joyda o'qib, repetitorlarga borib, kiyinib, yurishiga ham harakat qilyapman. Lekin bir tarafdan juda baxtlisiz, ko'pchiligi ota yetishmaydi. Demak, siz farzandlaringizga ota tanqisligi yo'q, ya'ni ular doim ular bilan gaplashib, katta bo'lyapti, to'g'rimi? Shunaqa. Siz bilan qancha gaplashsa kam? Kam. Tinmasdan gaplashib. Endi ozgina suhbatimiz ham qolsin boshqa uylarimizga. Xudo xolisi qolgan gap qolsin. O'ylaymanki, kerakli gaplarni mazza qilib gaplashdik. Shunchaki o'rtoqlar, shunchaki o'tirib gaplashdik. Har doim aytishadi, ayollar, Indira opa shunday yoqaman, eshitib, ishimni qilaman deyishadi. O'ylaymanki, aynan sizni ko'rishganda ish qilib emas, aynan shu prям tikilib, qarab qilishsa kerak deb o'ylayman. Kommentariy yozinglar, o'zinglar fikringlarni yozinglar, suhbatda qanaqa yana savol yetishmadi, qanaqa savol bergan bo'lardinglar. Keyingi safar albatta shu savolni tayyorlab kelamiz. Bugun shunchaki ishoninglar, tayyorlagan savollarni chetga surib, dildan suhbat qurgim keldi, hammasini bemalol. Oxirida shu narsani aytmoqchimanki, Guli, bo'ladi-ku baribir mana shu tomog'ingizda qolgan gap. Kimga atalganini aytish shart emas. Ismli kimga shart emas. Shunchaki bitta aytib ko'ring kameraga. Voy. Shunchaki. Kameragami? Da, tasavvur qiling, biza yo'qmiz bu yerda. Даже qarashingiz ham shart emas, kamerasiz og'iradi, lekin o'sha insonni tasavvur qilib ayting, balki u o'tmishingizdagi inson, balki yoshligingizdagi inson, bizaga bu narsa jumboq bo'lib qolsa. Hop, aytmoqchi bo'lgan gapimmi? Men u darajada sen o'ylaganchalik yomon emasman. Senga yomonligim yo'q. Balki seni hali ham yaxshi ko'rarman. Shunchaki o'zim yaqin inson qidirganman, bir manfaat uchun, nimadir uchun men kimdir bilan отношенияda bo'lmaganman. Shu narsani bil, seni har doim yaxshi ko'raman. Agar yo'q bo'lib, ana unutilib ketsak ham, qachonlardir yordamim kerak bo'lsa, qo'limdan kelsa, пожалуйста, har doim eshigim ochiq. To'ppa-to'g'ri. Yaxshilik qo'lingizdan kelsa qilasiz. Albatta. Yomonlik ham keladi, lekin qilmayman. Zo'r, suhbat zo'r bo'ldi. Oldingi safar mehmonlarda siz bilan gaplashganimizni ham odamlar ko'rib, taqqoslab ko'rishgan mumkin. Haqiqatdan o'ylaymanki, ulg'ayish bor, o'sish bor. Qanaqadir yanada oila tomonga ko'proq jiddiy qarash bor siz tomondan. Men bundan juda ham xursandman, sababi jamiyatda yana bitta mustahkam oila bo'lsa, biz uchun katta baxt. Yana bitta narsa hozir aytaman dedim, как раз so'z berdingiz. Balki keyingi uylarimda intervyu olarmiz. Balki unda men o'sha chechenka bo'lmasman. Sababi bu Indira opaga aytdim, Instagramimni yopmoqchiman deb.
balki shu narsani anchadan beri o'ylab yuribman, уже Instagram olamidan chiqib ketmoqchiman. Yo'q, unaqa qilmaylik aka. Bilaman, Guli, agar bitta zo'r ishim o'xshasa, deyaptilar, ishimiz o'xshasa, oilaviy ishimiz o'xshasa yopmoqchiman deyaptilar. Lekin o'ylaymanki, ham ishingiz o'xshasin, ham Instagramdan ketmang. Просто siz hozir qattiq charchagansizda. Aytadi-ku o'ris tilida aytadi, разочарование, ya'ni ko'ngil qolish, sizda ko'ngil qolish borda. Instagramdan. Sizni shuncha auditoriya kuzatyapti. Bu degani, siz shu narsaga loyiqsizki, sizni kuzatishyapti, sizni yaxshi ko'rishyapti. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men chin dildan tilagan bo'lardim, sizga qanaqa bosim bo'lmasin. Aytadi-ku, mevali daraxtga tosh otiladi va tepib yurish oson emas. Mana tasavvur qiling, mana shu ko'tarilgan sari muammolar bo'lgan. Oson emas, buni yukini ko'tarish oson emas. Lekin aynan sizni kuchingizga ishonishganki, sizga shu narsa berildi. Ko'tara olganim uchun. Hammaga ko'tara olganchalik beriladi. Ya'ni sizni o'rningizda boshqa odam уже ko'tara olmasdi. Любой tuhmatni, любой gap so'zni ko'tara olmasdi, lekin bilinyaptiki, chechenga ko'tara oladi, o'shaning uchun berilyapti. Men sizga chin dildan tilagan bo'lardim, любой bosimni, любой tuhmatga umuman ahamiyat bermasdan oldinga qarab yurishingizni. Chunki siz bilan sizni mehribon va sizni haqiqatdan yaxshi ko'radigan auditoriyangiz bor. Faqat ularga fokus qaratib yurishingizni men sizga chin dildan tilayman. Sababi chechenka bizga kerak. Shu paytgacha mana intervyularingizda chiqqanman, lekin hech kommentariyani o'qimaganman ochib. Chunki YouTube'ga registratsiya bo'lmaganman, javob yoziy desam, registratsiya so'raydi. Bu narsalarga yaxshi tushunmayman. Keling, bu safar kommentariyani o'qiyman. Agar kim intervyuni oxirigacha ko'rgan bo'lsa, nima deb o'ylaysizlar? Men qolaymi Instagramda, qolmaymi? Rostdan sizlarning hayotingizda o'rnim bormi? Ya'ni meni kuzatasizlarmi? Yaqin olasizlarmi o'zingizlarga? Shu kommentariyalarni o'qib, balki meni fikrim o'zgarar. O'ylanib yuraman 50-52larni. Balki menga sizlarning gapinglar turtkiga yetishmayotgandir. Balkim sizlarning kommentariyalarni o'qib, yana ham kuchli bo'lib chiqarman. O'shaning uchun agar jalqa bo'lmasa kirib yozsanglar, albatta yozishadi. Men kommentariyalarni o'qiyman. O'rtoqlar, men aytmoqchi bo'lganim, hozirgi gaplar hammasi jiddiy, sababi Gulining hayotida nima bo'layotganini men yaxshi bilaman. Hozirgi gapirayotgan gaplari qanchalik samimiyligini ham bilaman. Yengil qaramanglar, hammasini yozinglar. Yo'q, qolaymi yo'qmi deb PR uchun o'shani tushuntirishga harakat qildim. So'rayapman. Hozir shunaqa paytki, haqiqatdan sizlarni chin dildan kuchli podдержкanglar, samimiyliginglar, mehringlar kerak bo'lgan payt. Lekin sizga yana bitta gap aytaman, oldingi intervyularimizga kirib ham o'qing. Albatta o'qing, chunki oddiy siz futbolga borganingizda qo'yganimda ham qanchalik sizni yaxshi ko'rishadi. Bo'ldi, kirib o'qing. Ana mana shu tilayveraman, qancha yaxshi yozishgan. Albatta o'qing. Hammasini o'qing aslida. Ko'proq kuch olasiz. Salomat bo'linglar, Mehmon YouTube kanali.